Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bugün Nahmeden tarqatishimni 15 minut olur başlagan boldum. Bugün köprek kitap okuyamiz. Tefsir Cevher'den 51 etrafında. Bu 51 kitapni 1 saat etrafında okup buluşni planladım hazır. Çünkü yer devreş ve Türkiye İstanbul'daki yer devreş sarasımı tüpeydi. Bir qancha gün Nahmeden tarqatish qilolmay qoldim. Bugün bir necha kun ichida qilolmagan o'qiyolmagan joylarimni o'qib berman. Ana qos boshlaylik. Mayadan ovoz qoldirgan qismini ichib qo'yay. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yahudiler İsa aleyhisselam'ın Yahudiler İsa aleyhisselam'ni suiqasd qilib öldürüş için plan tuzgan bo'lib, turli hiyla mikrlarni ishlatgan bo'lsa-mu, ular bu yomon niyatiga yetolmaydi. Chunki Alloh taolo ularning tuzgan suiqasdlarini bekor qilib o'tgan edi. Shuning bilan ularning hiyla mikrlari ishga oshmaydi. Chunki Alloh taolo hiyla mikr ishlatganlarga qarshi tadbir qo'llanuvchilarning eng yaxshisidir. Alloh taoloning tadbiri haqiqatan mukammaldir. Alloh taolo İsa aleyhisselamga oldin xush xabar berib, inni mutawaffika ve rafi'uka ilayya ve mutahhiruka minellezine keferu. Yani İsa, ben seni ilip gitmen, seni dergahimga götürmen, seni kapırlardan kurtulman degan. Neticede Yahudiler sana yomonlik qilolmaydi, seni öldürolmaydi. Çünkü ecrin to'shgan vaqtda seni vafot qildirish mening ilkimdidir. Şuna hiç kim seni suiqasd qilib öldürolmaydi. Seni men ularning arasından ilip gitmen, seni mening dergahimga götürmen degan edi. Mufassirlar mutawaffike degan oyatni Mutawaffike degan ayet to'g'riliq to'xtalib mundaq deydi. Mutawaffike degan ayet tavaffa degan so'zdan kelgan bo'lib, bu ba'zida hammani to'liq topshirib ilish degan ma'noda kelsa, ba'zida uxlatish degan ma'noda keladi. Ammo jinini ilish ma'nosida ko'proq ishlatiladi. Huvallazi yatawaffakum bil-layli ve ya'lamu ma jarahtum bin-nahari thumma yab'athukum fihi liyuqda ajalun musamma. Sümme ileyhi merci'ukum sümme yunebbi'ukum bima kuntum ta'malun. Yani Allah sizlarni kechasi uxlatadigan, kunduzda qilgan ishlaringlarni bilib turadigan, ishinglarni bilib turadigan, andan belgilangan muddatgacha yashashinglar uchun kunduzda sizlarni uyg'otadigan zotdir. Andan qaytilgan joyinglar uning dargohidir. Andan u qilgan amallaringlarni sizlarga aytib beradi. Bu oyatda kelgan tavaffa degan so'z uxlatish ma'nosida kelgan. Allahu yetevaffel enfuse hine mevtiha velleti lem temut fi menamiha. Feyumsikulleti qada aleyhel mevte ve yursilul ukhra ila ecelin musemme. İnne fi zâlikel ayaten li kavmin yetefekkerûn. Yani insanlar ölüdüğün çağlarda Allah onların canlarını alıdı. Ölmeyenlerin canlarını uxlagan çağlarda alıdı. Ölümge hüküm kılınğanlarının canlarını tutup kırıp, kalğanlarının canlarını muayyen vaqtgacha, yani eceli toşqıcha koyup verirdi. Şeksiz ki bunun da fikri yürgüzüqan kavim üçün Allah'ın kudretini görsülgan nurgun deliller var. Bu ayette kelgen tevaffa degan söz cinini ileyiş ma'nosida kelgan. Tevaffa degan söz yana lug'atda bir narsani to'liq topshirib olganini bildirdi. Arablar odatda birovdan o'zining haqqini saq topshirib olganini
Estağfeytu haqqi deydi. Bazı müfessirler ayetini lügat mənisiga asasen tefsir qılğan. Allama Şa'ravi öz tefsirdə mundaq degan. Allah Taala'nın İsa aleyhisselamğa inni mutavaffike deganligining ma'nisi men seni sana suiqasd planlayotganlarning yenidan saq salomat elib ketaman. Ular seni öldürelmeydi, senin ruhin ve bedenin bilen birlikte mening dargohimga ko'tirman. Shuning bilan sana suiqasd qilmoqchi bo'lganlar murodiga yetolmaydi deganlikdir. Yana ba'zi mufassirlar inni mutavaffike degan oyatni men seni vafot qildirman degan ma'noda tafsir qilgan. Ondan ulardan ba'zisi Alloh taolo Isa alayhissalomni vafot qildirgandan keyin osmonga elib ketgan desa, yana ba'zisi Alloh taolo Isa alayhissalomni qiyomatga oz qolgan vafot qildirdi degan. Ko'p sonliq ulamolar birlik kelgan haqiqat shuki, Alloh taolo Isa alayhissalomni tirik holatida osmonga elib ketgan bo'lib, u oxir zamonda yer yuziga tushadi. Islom shariati bo'yicha hukm qiladi. Ondan ajali to'shqanda vafot bo'ladi. Alloh taolaning Isa alayhissalomga ato qilgan in'omlardan biri uning ergishib iymon etganlarni Isa alayhissalomning payg'ambarligini inkor qilgan kofirlardan ustun qilganligidir. Bu yerdagi ustunlikdan maqsad ma'naviy jihatdagi ustunlik bo'lib, İsa aleyhisselam'a erişken müminler ahlaki cihetten elbette başkalarının üstün idi. Bazı müfessirler bu üstünlükni hakimiyet ve hürmet cihetdeki üstünlüktür deb tefsir kılgan. Ama Allah Teala'ga iman etken ve peygamberge erişken kişilerin ahlaki taraftan kafirlerinin üstün ve mükemmel işlerlikleri şek yok. Tarih şunu ispatladı ki, özünün sarık bulgan, ahlaki taraftan müstehkem bulgan qandaqlı bir cemiyetinin dünyada başkalarının üstün bulganlığı da şek yok. Ama ularning ahiretdeki ahvoli Allah Teala'nın ilgiligi işidir. Ahir qaytadigan joy Allah Teala'nın dergahidir. Bu dünyada peygamberlerini inkar qilganlar, ularga düşmanlik qilganlar bu qilmishlari sababli ahiretning qattiq azobiga duchor bo'lishlardir. Ularga yordam qilgan hech kim chiqmaydi. Ammo payg'ambarlarga haqiqiy ravishda ergashgan va ular boshlagan to'g'ri yo'lda izchil mangan mu'minlar uchun Alloh Teala'nın tayyorlagan mukofotlari haqiqatan kattadir. Ular qilgan yaxshi amallarining mukofotini to'liq oladi. Alloh taolo kufrlikni tanlash bilan o'ziga o'zi zulm qilganlarni qat'iy yoqtirmaydi. Ularni hidoyatdan iborat katta ne'matidan albatta mahrum qiladi. Ey payg'ambar, Isa to'g'riliq sana bayon qilingan bu qissalar sening haq payg'ambar ekanligingga dalolat qiladigan ro'shan Qur'on oyatlardir. Muhim nuqtalar. Payg'ambarlar kishilarni to'g'ri yo'lga boshlash uchun Alloh taolo tomonidan avatilgan elchilar bo'lib, ularga ergashganlar İki alemlik baxt saadetlerge erişkişilerdir. Aksice kılganlar dünyada xarlıqqa, ahireti bolsa azapqa duçar bolğuçulardır. İkinci, İsa aleyhisselam İsrail evladık evatilgen peygamber bulup, onun da ergeşkenler havariler deb atalgan. Onu inkar kılgan ve onun xas kılganlar tarixten bir öz peygamberlerine xas kılıp kelgen Yahudi cuhudlarıdır. Üçüncü, Allah Teala iman etken ve güzel ahlakını ölçem kılgan halda erkek kılganlar ikili alemde üstün ve hürmetli bolğuçulardır. Dördüncü, Allah'ın peygamberlerini inkar kılmışlarının cayı dozaq bulup, dozaq her qandaq zalimni cezalaşqa yeterlik caydır. Beşinci, yaxşılarının cayı cennetler bulup, nazlı nimetlik cennetler ularını kütüdü. Altıncı, İslam dini barıq peygamberlerinin ve cimi insaniyetinin dinidir. Yedinci, İsa aleyhisselam Allah Teala tarafından tirik halde asmağa elip ketilgen bulup, ahir zamanda dünya alemi düşürü ve ömrünün kalgan kısmını yaşap, andın vefat buludu. İsa aleyhisselam'ın ilah deyişlerge reddiye. Bismillahirrahmanirrahim. İnne mesele İsa indallahi kemeseli Adem. خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله
وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. Tercümesi 59. ayet. Şeksizki Allah'ın nazarında İsa'nın atsız yaratılganlığı Adem aleyhisselamның yaratılganlığı okşaydı. Allah Ademni ata-anasız halda tuproqdan yaratdı. Andan onunğa bol dedi de o derhal boldu. 60. ayet. Bu hakikat yani doğru haber Rabbin tarafından kelgendir. Şuna sen şek keltirgüçilerden bolmagan. 61. ayet. Sana İsa toğırlıq haqiqi məlumat kelgenden keyin kimki sen bilen münazirleşse sen ularga kiringlar oğullarımızını ve oğullarınlarını, ayollarımızını ve ayollarınlarını, özlerimizni ve özleringlarni chaqirayli. Andan Allah'ın laneti yalğançılarga bolsun deb Allah'a iltijo qilib duo qilayli degan. 62. ayet. Şeksizki bu elbette rast qissalardır. Bir Allah'tan başka haqiqiy ilah yoktur. Şeksizki Allah hakikaten galiptir. Hikmet bilen iş kılgıcıdır. 63. ayet. Eğer ular iman etişten yeni başlarsa ular çokum buzgunculardır. Şeksizki Allah buzguncularını obdan bilgicidir. Nazil buluş sebebi. Müfessirlerinin bayan kılışça bir günü Necran Hristiyanlarının vekiller ömüki Peygamber aleyhisselam'a sual koyup sen İsa hakkında nemi deysen degende Peygamber aleyhisselam ularga cevap verip İsa Allah'ın bendisi, elçisi ve Meryem küçülgen kelimesidir deydi. Ular gazaplangan ve haddidan aşkan halda sen atının vasıtasız doğulgan bir balını körüp baktın mı? Eğer bu sözün doğru buladigan bolsa bizge bir misal keltirip bakmamsan deydi. Şu münasebet bilen İnne mesela İsa indallahi kemeseli Adem. Yani şeksiz Allah'ın nazarında İsa'nın atsız yaratılganlığı Adem aleyhisselamның yaratılganlığı okşaydı degan ayet nazil buludu. Tefsiri. Hakikaten Allah Teala'nın nazarında İsa aleyhisselamның atsız yaratılganlığı Adem aleyhisselamның yaratılışı okşaydı. Çünkü Allah Teala ularning her ikisini davamlaşıp kelyapkan tabiiy qonuniyatning sirtida acayip bir möcüzani usul bilen yarattı. Adem aleyhisselamını atsız ve ansız halda tuproqdan yarattı. Onun cismini laydan yasap şekilge kirgizdi. Andan onuğa bol devidi, o derhal boldu. İsa aleyhisselam adının vasıtsız yaratıldı. Bu ayette yaratılışı acayip bolgan İsa aleyhisselam, yaratılışı texmi acayip bolgan Adem aleyhisselam'a okşatılgan. Bu Allah Teala tarafından kelgen haqiqiy bayan, rast haber bulup, bunun da qılçı şek şübhe yoktur. Ey Peygamber, sen ve ümmetin bu hakikatke hergiz şek keltirgüçilerden bolmanglar. Kur'an-ı Kerim'in bu uslubi Peygamber aleyhisselam bilen onun ümmetini ilahi hakikatlerge çin işinişke ve onun rast ekanligiga qayil boluşup ilip baradigan ve her kimni qayil qiladigan güzel usluptur. Necranlı Hristiyanlarının aldığa barcha möcüzler, ayetler ve delil isbatlar toluq oturuq qoyulgandan keyin mi, yine ular Peygamber aleyhisselam'a qayil bolmay, onun haq peygamber ekanligini itiraf qilmay, onun bilen münazirleşmekçi bolganda, Peygamber aleyhisselam ularni her iki taraf öz oğullarını ve ayollarını ilip çıkıp Allah'ın laneti yalğançılarga bolsun deb Allah'a iltijo qilib duo qilishga teklif qildi. Peygamber aleyhisselam iki nevrisi Hasan Hüseyin radhiyallahu anhumalar, kızı Fatima radhiyallahu anha ve köy oğlu Ali radhiyallahu anhu qatarlıqlarını ilip çıkargan buludu. Hristiyanlarmı özlerinin oğullarını ve ayollarını ilip çıkargan buludu. Hristiyanlar dastlabda bu teklifni qabul qilgan bolsa-mu, Peygamber aleyhisselamdan özleriga azroq möhlet berishini talab qilishdi. Bu arada ular özaro maslahatlashdi. Ular ahirda Peygamber bilan ilishib halok bo'lmagan bir qavm yo'qdir deyishdi ve bu işten vazgeçdi. Şunun bilan ular ertesi Peygamber aleyhisselamның yanına kelip cizye, yıllık sıyrak töylep Müslümanların himayesiga kirish talabini o'tirib qo'ydi. Bu mavzu münasebetlik başka bir rivayet mi bulup, onun da Peygamber aleyhisselamның Necranlı Hristiyan vekiller ömrü bilen yalğançılarga Allah'ın laneti bolsun dep ailesikilerini ve cemaatlerini ilip meydanga çıqqanlığı, ama Hristiyanlarның meydanga hazır buluştan özlerini kaçırganlığı rivayet kılındı. Bu mu Peygamber aleyhisselamның rastçıl ekanligini, Yahudiler bilen Hristiyanlarның onu xuddi öz oğullarını tanıgandek iniq tanıydiganlığını isbatlaydigan delildir. Şeksizki Allah Teala'nın laneti zalimlarga boludu. Bu elbette rast haberdir, haqiqiy qissalardır. Bunun da hiç qanday şek şübhe yoktur.
Allah Teala'dan başqa haqiqiy ilah yo'qdur. Allah Teala hammadan g'olibdir, hikmat bilan ish qilg'uchidir. Agar ular yanada iymon etishdan bosh tortsa, bilinglarki, ular cho'qim buzg'unchilardir. Alloh taolo buzg'unchilarni va ularning qilmishlarini albatta bilib turadi. Alloh taolo ularning jazosini bermay qolmaydi. Muhim nuqtalari. Birinchi, xristianlarning Isa alayhissalomni iloh deydigan e'tiqodining botil e'tiqod ekanligi nihoyat aniqdir. Chunki Isa alayhissalom faqatla Alloh taoloning bandasi va barhaq payg'ambaridir. Ikkinchi, İsa aleyhisselam bilan Adem aleyhisselam ikkilisi tanışlıq bo'lgan tabiiy qonuniyatning sirtida ajoyib mo'jiza usul bilan yaratilgan zotlardir. Shunga bu ikkisining yaratilishi bir-biriga o'xshatilgan. Uchinchi, yer yuzida buzg'unchilik qilg'uvchilarga Alloh taoloning va'da qilgan jazosi haqdir. Zolimlar Alloh taoloning jazosidan qochib qutulolmaydi. Tavhid kalimasi va İbrahim aleyhisselamning dini. Bismillahirrahmanirrahim. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم إلا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. Tercümesi 64. ayet. İyi peygamber, ularga yani iyi ehli kitap faqat Allohga ibodat qilish, Allohga hech narsani shirk keltirmaslik, Allohni qo'yib bir-birimizni iloh qilib olmaslikdek hammamizga o'rtaq bo'lgan kalima tavhidga kelinglar degan. Ey iymon etganlar, agar ular bu go'zal da'vatni qabul qilishdan bosh tortsa, ularga undaq darslar bizning musulmon ekanligimizga guvoh bo'linglar denglar. 65. ayet. Ey ahli kitob, nima uchun Ibrohim to'g'risida munozirlashisizlar? Halbuki Tavrat bilan Injil Ibrohimdan keyin nozil bo'lgan tursa, sizlar aqlinglarni ishlatmabsizlar. İbrahim qandoq sizlarning dininglarda bo'lsin? 66. ayet. Sizlar shundoq kishilar ekansizlarki, o'zinglar biladigan narsalar to'g'risida munozirlashdinglar. Endi o'zinglar bilmaydigan narsa to'g'risida nimishqa munozirlashisizlar? Buni Alloh biladi. Sizlar bilmaysizlar. 67. ayet. İbrahim Yahudi emas, Hristiyan emas, lekin u to'g'ri dinga e'tiqod qiluvchi itoatmand musulmon edi. Mushriklardan emas edi. 68. ayet. Sheksizki İbrahim'e en yakın kişiler onunla ergeçkenler. Bu peygamber yani Muhammed Aleyhisselam ve onunla iman etkenlerdir. Allah müminlerin medetkarıdır. Tefsiri. Allah Teala İsa Aleyhisselam to'g'riliq haqiqiy qismini bayon qilib berdi. Ahli kitobdan ba'zisining İsa Aleyhisselamni iloh qilib olganligini, ba'zisining uning sha'niga loyiq kelmaydigan sifatlar bilan sifatlaganligini qattiq aybladi. Bu mesele Peygamber aleyhisselamның Hristiyanlarga Allah'ның lənəti yalğançılarga bolsun deb həmmə birlikdə Allah Taala iltijo qilish təklifini qo'yishga qadar berib yetdi. Ammo Hristiyanlar bu təklifni dəstləb qabul qilgan bolsunmu, keyin yenib oldi. Peygamber aleyhisselam bolsa, o'zining haq payg'ambar ekanligini isbotlaydigan ta'kidlarni o'tirib qo'yish orqali ularni mat qildi. Shundan keyin Qur'on Karim Hristiyanlarga qarshi uslubini o'zgartdi ve ularni bosh tortolmaydigan bir ishqa, ya'ni Alloh taologa shirk keltirmaslik, Alloh taoloni qo'yib bir-birini iloh qilib olmaslikdek hammaga o'rtaq bo'lgan bir tavhid kalimasiga kelishga chaqirdi.
Allah Taala Peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ni Yahudiler bilen Hristiyanlarni Allah Taala'nın bir ikiligiga iman keltirishdan ibaret barliq peygamberlarning o'rtaq davri bo'lgan tavhid kalimasiga kelishga chaqirishqa, agar ular bu taklifni qabul qilmay haqiqatga erishishdan yana bosh tortsa, undaqda sizlar bizga guvoh bo'linglarki, biz haqiqiy musulmonlarmiz, Alloh taologa bo'ysunuvchilarmiz. Biz barcha ibodatlarni Alloh taoloning o'ziga qilamiz va uningga ixlos qilamiz deb e'lon qilishga buyurdi. Mufassirlarning bayon qilishicha, Yahudilar bilan Hristiyanlar İbrahim alayhissalom to'g'riliq talash tartish qilishgan. Yahudilar İbrahim alayhissalomning Yahudi ekanligini da'vo qilsa, Hristiyanlar uning Hristiyan ekanligini da'vo qilgan. Shuning bilan ular payg'ambar alayhissalomning yoniga kelib, uning bu to'g'rida hukm qilib berishini so'ragan. Shu munosabat bilan qul ya ahlal kitob, ya'ni aytganki, ey ahli kitob degan oyat nozil bo'lgan. Ey ahli kitob, sizlar nima uchun İbrahim alayhissalom va uning dini to'g'risida munozirlashib, har biringlar uni o'z dininglarga mansub qilib olasizlar? Sizlar qaysi dalil isbotga asoslanib shunday qilasizlar? Halbuki Tevrat bilan Injil İbrahimdan keyin nozil bo'lgan. Yahudi dini bilan Hristiyan dini shu ikki kitob bilan barliq kelgan. İbrahim alayhissalom bu ikki din kelishdan bir qancha asr ilgari o'tgan tursa, qandaqmi u Yahudi yoki Hristiyan diniga mansub bo'lsin? Sizlar o'ylab ko'rmamsizlar. Aqlinglarni ishlatmamsizlar. Sözünlerinin hata ekanligini bilmemsizlar. Sizlar qaysi dalilga asoslanib uni o'zinglarga mansub qilib olasizlar? Sizlar hech qanday asossiz holda shunday da'volasizlar. Halbuki ishlarning haqiqatini, İbrahim alayhissalom haqidagi rostini va amaliy ahvolini Alloh taolo biladi. Sizlar bilmaysizlar. İbrahim alayhissalom Uzeyr Allohning o'g'lidir deydigan Yahudilardan emas. İsa Allohning o'g'lidir deydigan Hristiyanlardan emas. Balki u to'g'ri dinga e'tiqod qiluvchi itoatmand musulmon edi. U butlarga cho'qingan mushriklardan emas. İbrahim alayhissalomning diniga mansub bo'lishga haqli bo'lganlar, uning yo'liga ergashgan mu'minlar, xususan Muhammad alayhissalom va uning ummati bo'lgan islom ahlidir. Chunki Muhammad alayhissalomning ummati Alloh taoloning azaldan bir ekanligi uchun e'tiqod qilishdan iborat tavhid aqidasida İbrahim alayhissalom bilan birdir. Qisqasi, İbrahim alayhissalomning haqiqiy varislari Muhammad alayhissalom va uning ummatidir. Mühim noktaları. Birinci, insanlar Allah'a ibadet qilish, uningga shirik keltirmaslik va har qanday bir qonun yoki shior ostida bir-biriga zo'ravonlik qilmaslik prinsipiga qaytmoqchi, ularning shariatlari o'ngshalmaydi. Ikkinchi, ahli kitobning İbrahim alayhissalom bizning dinimizda edi deydigan quruq da'volari Qur'on Karimning keskin oyatlari bilan rad qilindi. Chunki İbrahim alayhissalomning Yahudi va Hristiyan dinlari barliq kelishdan bir qancha asr burun o'tganligi ularning bu da'volarining kichikligini isbotlashga yetarli fakitdir. Üçüncü, Müslümanlar özara qarindoshlardir. Diniy qarindoshlik nisabdagi qarindoshlikdan kuchlik va mangulikdir. Chunki diniy qarindoshlik qiyomat kunida davomlashadi. Shunga musulmonlarni vatan, til, rang farqlari bir-biridan qat'iy ayriy olmaydi. Ahli kitobning mavqesi. Bismillahirrohmanirrohim. وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ
الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Tercümesi 69. ayet. Ahli kitaptın bir türküm kişiler sizlerine azdırışını arzu kılıdı. Ular əməliyyətdə özlərini azdırdı. Ular bolsa bunu tuymaydı. 70. ayet. Ey ahli kitap. Sizler Muhammed Aleyhisselam'ın peygamberliği hakkında kitabınlarda kelgen Allah'ın ayetleri guvah bulup durup nima üçün ular inkar kılsızlar? 71. ayet. Ey ahli kitap. Sizler nima üçün bilip durup haqni batılga aralashtirib etisizlar ve haqiqatni yoşursizlar? 72. ayet. Ahli kitaptın bir türkümü müminlerge nazil kılınan vahiyge etdigende iman etinglar. Kechqurunliqqa yenib olinglar. Shunday qilsanglar, ular iymonidan yenishi mumkin. 73. ayet. Faqat sizlarning dininglarga ergashgan kishilarga ishoninglar dedi. Ey payg'ambar, aytqinki, haqiqatan to'g'ri yo'l Allohning yo'lidir. Yahudilar yana o'z orasida sizlarga berilgan ilmning boshqa qanday bir kishiga berilganligiga yoki ularning Rabbinglarning dargohida sizlarga qarshi dalil qilib olishiga hujjat bo'lib qolmaslik uchun belgilarni ularga oshkorlamanglar deyishdi. Ey payg'ambar, aytqinki, fazl karam Allohning ilkididir. Alloh uni xohlagan kishiga beradi. Allohning fazli kengdir. Allah hammani bilguchidir. 74. ayet. Allah rahmetini o'zi xohlagan qiladi. Allah ulug' fazl egisidir. Nazil bo'lish sababi. Öz vaqtida Yahudilar Muaz ibn Jabal, Ammar ibn Yasir ve Huzeyfe ibn Yeman qatorliq sahabalarni o'z diniga da'vat qilgan va shu munosabat bilan "Waddat ta'ifatun min ahlil kitabi law yudillunakum" degan ayet ve keyingi ayetler nazil bo'lgan. Tafsiri. Ahli kitaptan bir türküm sizlarni dininglardan yandırıp, özleriga o'xshash azg'unliq patqoqlarga patirib qo'yish uchun qo'lidan kelgan choralarni qo'llandi. Ular sizlarni dininglardan qaytarish yo'lida qimmat arson hamma narsasini sarf qilishdan yoltaymadi. Amaliyotda ular sizlarni emas, faqat o'zlarini azdirmoqda. Buning vabolini o'zlari tortadi. Chunki ular aqlini, pulini, vaqtini foydasiz va natijasiz ishlarga sarf qildi. Ama ular bunu his qilishmaydi. Shu ular qatma-qat azg'unliq patqoqqa patmoqda. Ularga oxiratda berilgan jazoning ne kadar ig'irligini faqat Alloh taolo o'zi biladi. Ey ahli kitap, men sizlarga ko'plagan payg'ambarlarni avatdim. Kitaplarni nazil qildim. Bu kitaplarda iymon va amalga munosabatli masalalar İsmoilning naslidan keladigan bir ummiy, ya'ni o'qish va yozishni o'rganmagan payg'ambar to'g'riliq bishoratlar bor edi. Tevrat ve İncil'de nazil kılınan bu bişaretlerinin hakikatligini bilip durup neymiş inkar kılısılar? Sizler bu bişaretlerini yoşurup Allah Teala'ga ve peygamberlere hıyanet kıldınlar. Sizler bu bişaretlerini gurmulladınlar. Emdi Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini inkar kılıvatsızlar. Nim için Allah'ın kitaplarına iman etmeysizler?
Ajablanarligi shuki, sizlar kitoblaringlarda oxir zamon payg'ambari Muhammad alayhissalomning rost payg'ambar ekanligi bayon qilingan bishoratlarni o'qigan va bilgan turib uni inkor qilyapsizlar. Ey ahli kitob, sizlar nima uchun bilib turib haqni botilga aralashtirib o'tisizlar va kitobning bir qismiga iymon etib, uning Muhammad alayhissalomning payg'ambarligiga munosabatli qismini inkor qilasizlar? Ishning qiziq yeri shuki, sizlar sodir qilayotgan gunoh masiyatlarning va haqiqatni yoshirishdan iborat bu xiyonatning naqadar ig'ir ekanligini bilib turib, uni pushaymon qilish u yoqda tursin, barg'ansiri haddinglarni ishib ketyapsizlar. O'z vaqtida ahli kitobdan bir guruh kishi mundaq bir qarorga kelishdi. Atdiganda Muhammadga iymon etinglar, kashqurlikqa yenilinglar. Bunday qilishning sababi to'g'riliq sizlarning so'rg'uvchilarga biz Muhammadga iymon etgan edik. Biroq Tavrat bilan Injilga qarag'animizda Tavrat bilan Injilda bishorat berilgan payg'ambarning Muhammad emas ekanligini bildik dag'lar. Agar shunday qilsanglar, Muhammadga iymon etib, uning diniga ergashganlarning bir turkumi dinidan yenib ketishi mumkin. İsrail avlodidan boshqa millatga payg'ambarlik qilganligi haqidagi haqiqatni va Tavratda sizlarga bildirilgan ilm hikmatlarni dilinglarda bilsanglarmi, uni musulmonlarga hargiz ochiq so'zlamanglar. Chunki sizlar haqiqatni ochiq so'zlasanglar, ba'zi haqiqatlarni e'tirof qilsanglar va bilgininglarni aytsanglar, musulmonlarmi ilm hikmatlar sizlar bilan teng bo'lib qoladi. İsrail avlodidan boshqa millatlardanmi payg'ambar kelganligini bilib qoladi. Yoki musulmonlar sizlarning bu e'tirofinglarni qiyomat kuni Alloh taolaning oldida sizlarga qarshi hujjat qilib ko'rsatib sizlarni yengib oladi. Yahudilar bilan xristianlarning Muhammad alayhissalomga ergashmasligi ularning İsrail avlodidan boshqa bir millatdan payg'ambar kelmaydi deb e'tiqod qilganligidan emas, balki o'zlarining mutakabbirligi va hasadxo'rligidan arablardan payg'ambar chiqqanligini qabul qila olmaganligi, uninga hasad qilganligidan edi. Ular o'zlarining e'tiqodini faqat o'z qavmi ichidagi mushunday e'tiqod qilgan kishilarga oshkorlaydi. Buni ularning islom dinida mustahkam bo'lmasligi va mushriklarning islomga kirmasligi uchun qo'llangan choralari edi. Ular yana o'z tabalariga tavsiya qilib, sizlarning dininglarda bo'lmagan kishilardan hech kim ishonmanglar. Ularga rost gap qilmanglar. Dininglardagini ularga aytmanglar. Chunki agar sizlar shunday qilsanglar, musulmonlar qiyomat kuni Rabbinglarning dargohida sizlarga qarshi pokitlarni turg'izib, sizlarni yemib qo'ydi dedi. İnnel huda hudallohi, ya'ni haqiqatan to'g'ri yo'l Allohning yo'lidir degan oyat shuni ifodalaydi-ki, ey ahli kitob, sizlar bu haqiqatlarni yoshirsanglarmi yoki oshkorlasanglarmi, hech kimni hidoyatdan to'solmaysizlar. Bu qilmishinglarning hidoyatga hech qanday ta'siri yo'qdir. Chunki hidoyat faqat Alloh taolo tarafidan keladi. Hidoyat Alloh taoloning cho'ng fazl karamidir. Bu fazl karam Alloh taoloning ilkida bo'lgan ekan, Alloh taolo uni xohlagan kishiga ato qiladi. Muhim nuqtalari. Birinchi, haqiqatni yoshirishning gunohi to'limi ig'irdir. Alloh taoloning mundaqlarga hozirlagan azob oqibatlari haqdir. Ikkinchi, yolg'onchilik, aldamchilik va nayronvozlikqa o'xshash razil sifatlar Yahudilarning xarakteriga azaldan tikilib ketgan bir tabiat bo'lgandek, haqiqatni yoshirish, buzg'unchilik qilish ularning xarakteridir. Yahudilardagi ahdiga vafo qilish va omonatni saqlash darajasi. Bismillahirrohmanirrohim. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يوده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولا
tərcümesi 75. ayet. Əhli kitabның arasından bəzi kişilər var ki, onunğa köp pul mal amanet qoysanmı, sən onu qaytırıb verir. Onlardan yeni bəzi kişilər mi var ki, onunğa 1 dinar amanet qoysanmı, onun bişida tikilib turmağıca onu sən qaytırıb vermeydi. Bu şunun için ki, onlar savadsızlarla bizge karşı yolu yok. Yani dinimizde olmayanlarla pul melini yev olsak bizge günah bulmaydı deyir. Onlar bilip durup Allah namıdan yalğanı toquydu. 76. ayet. İş herkes ular degендek olmaydı. Kimki əhdisi vəfa qılsa ve günahdan saklansa Allah en şunaq taqvadarlarını yaxşı görür. 77. ayet. Allah'a bergen əhdisini ve qasamlarını azgını mənfəətki teşriğallarga ahirette yaşlıqdan hiç qandaq nesibi yoktur. Kıyamet günü Allah ularga hoş kıldıgan gep kılmaydı. Qarap mı koymaydı. Ularni günahdan paklamaydı. Ularga qattiq azap var. Bu ayetlerinin aldınqı ayetler bilen bolgan münasibeti. Aldınqı ayetlerde ehli kitaptan bolgan bazı kişilerinin, hususen Yahudilerinin özgermeydigan rezil illeti toğruluk bayanlar ötdü. O bolsumu, ularning Müslümanlarını azdırıp yoldan çıkırışqa yirişmenliki ve fitne fırsat çıkırışqa ustalıqıdır. Ular bundaq rezillikni her zaman sadır kılıp kelgen. Bu ayetlerde ehli kitapның işide işenç keraydigan bir türküm kişiler bolgandek amanetke xiyanat kıladigan, vədik vəfa qılmaydigan ve Yahudi bolmaganlarning, hususen Araplarning pul mülni nahaq yevilishini özleri üçün halal sanaydiganlarning bar ekanligi bayon qilingan. Tafsiri. Kur'an-ı Kerim bu ayetlerde ehli kitapni iki türge ayırgan bulup, ularning arasından Samuel aleyhisselam'a okşaş işençli kişiler var ki, ularga köp miqdarda mal amanet qo'yilsa-mu, amanet qo'yguchining qaysi dinda bo'lishidan qat'iy nazar uni salomat qaytarib berdi. Demak, Yahudilarning ko'p sonliqi xiyonatchi va yomon niyatlik bo'lsa-mu, ularning orasida vafodor, yaxshi insonlarmi bor. Qur'on Karimning ifodalash uslubiga diqqat qilganimizda, Qur'on Karim ularning orasidan ba'zi demasdan, ahli kitobning orasidan ba'zi deyishda, ahli kitobning bundaq yo'lsizlik qilishda o'zlarining qo'lidagi o'zgartirilgan kitobga tayanganligiga ishorat qilmoqda. Chunki Yahudilar o'zlarining qo'lidagi burmalangan Tavratga tayanib turib, Yahudi bo'lmaganlarning pul mollarini o'zlari uchun halol sanaydi. Ular o'zlaricha Tavrat bizni faqat Isroil avlodiga xiyonat qilishdan man'iy qiladi deb o'ylaydi. Bunga binoan boshqa dindagilarning pul mollarini yo'lsizlik bilan yevilishni Tavratga tayanib turib halol sanaydi. Ular o'zlarini biz Allah tarafidan tanlangan bir millatmiz. Başqa milletlerinin Allah nazarida hech qanday e'tibori yoki qimmati yo'q. İsrail avlodining boshqa milletlerinin hammasi Allahning g'azabiga uchragan milletlerdir. Shun ularning pul molini yeyilish haloldir deb qaraydi. Yahudilar o'zlarining bunday razil qilmishi va yolg'on so'zlar orqali Alloh taolaning nomidan yolg'onni to'qimoqdadir. Haqiqat shuki, milletlarning va kishilarning Alloh taolaning nazarida bir-biridan hurmatli bo'lishi faqat taqvolik bilan bo'ladi. İnne ekramakum indallahi etqakum. Yani Allah'ın nazarında en hürmetli hesaplananlar, en taqvodor bo'lganlardır. Yahudilarni bundaq razil qilmishlarini sodir qilishga va Alloh taolaning nomidan yolg'onni to'qishga ilib borgan narsa ularning shaytonlari bilan azg'in mo'llarining fatvolaridir. Chunki Tavratni burmilganlar dal shu azg'in mo'llardir. Al-ummiyine, ummi degan so'zning ko'pligi bo'lib, savassiz degan ma'noni ifodalaydi. Qur'on Karimda kelgan ummi degan so'zdan arablar ko'zda tutiladi. Mufassirlarning ko'p sonliqi Yahudilarning "Laysa alayna fil ummiyina sabil" degan so'zini arablarning pul molini yo'lsizlik bilan yeb olsak, bizga gunoh bo'lmaydi. Chunki ular mushriklardir. Shunga Alloh ularning pul molini bizga halol qilib bergan deb tafsir qilgan. Bu oyatning davomidagi ular bilib turib Alloh nomidan yolg'on to'qiydi degan qismi bu tafsirni kuchlantirdi. Chunki Yahudilar Müslümanlar bilan savdo muomalasi qilishsa, ularni aldab ularning pul molini harom yo'llar bilan yevilishga urinadi. Savdoda adillik qilmaydi. Ular mundaq yo'lsizlik qilishni bizning kitobimiz Tavratda bor deb Alloh taolaning nomidan yolg'onni to'qiydi. Qur'on Karim ularning bu safsatasini qat'iylik bilan rad qildi. Qilmishlarini fosh qildi. Ularning yolg'onchi ekanligini jakarladi va ularning abdi basharasini ichib tashladi. Ilohiy qonun shuki, gapida turadigan, ahdiga vafo qiladigan, amonatni saqlaydigan, Alloh taolaning amriga xiloflik qilishni nazar aylaydigan kishilarni Alloh taolo do'stidir. Ularga shafqat va marhamat bilan muomala qildi. Ularning qilgan yaxshi amallariga yarasha to'liq mukofotini beradi. Bu mavzudagi ahd, ilm setim va boshqa barliq muomalalardagi ahdlarning hammasini o'z ichiga oladi.
Dünyalik işlerde ehdi ve baklıqalarının mükafati buna kılgan yerde dinda ve özü bilen Allah Teala arasındaki işlerde ehdi ve baklıqalarının mükafatları elbette kattı buldu. Allah'a bergen əhdisini ve qasamlarını azgın menfaatga tegishlilarga ahiretde yaxshilikdan hech qanday nisbi yo'qdir. Qiyomat kuni Allah ularga gap qilmaydi, qarabmı qo'ymaydi. Ularni gunohdan poklamaydi. Ularga qattiq azob bor. Allah Teala bu ayette qasamini buzadigan, va'dasiga xiloflik qiladigan insonlarning jazosini ve ularni bu xiyonatga ilib boradigan sabablarini bayon qilgan. Bu ayet Allah Teala nazil qilgan ilahiy kitoblardagi haqiqatlarni yoshirgan. Ularni xohlagancha o'zgartirib etgan. Özleri toqib chiqargan narsalarni Allah tarafidan deydigan ve kishilarning pulini yevirish uchun yolg'on qasam ichirgan Yahudilar haqida nazil bo'lgan. Allah Teala payg'ambarlarning til orqali insonlardan omonatlarni o'z egiga qaytarish, va'da vafo qilish va Allohga shirk keltirmay, uning o'ziga ibodat qilish haqida ahd olgan bo'lib, qiyomat kuni insonlar Allah Teala'ning huzurida mazkur ahd ustida savol so'roq qilindi. Ahdi vafo qilmaganlarning bu qilmishi Qur'on Karimning ta'biri bilan azg'ina manfaatga tegishish deb ifodalangan. Ularning haqiqatni yoshirish, ahdini buzish, va'da vafo qilmaslik badliga erishgan narsalari ularning shu orqali ishlagan gunohlarining ig'irligiga qiyoslashtirganda hech narsaga arzimaydi. Ahdisini buzganlarning oxiratda mukofotdan, yaxshilikdan hech qanday nisbasi yo'qdir. Alloh taolo ularga qilganlikdan oxiratda ularni xush qiladigan biror ig'izmi gap qilmaydi. Ularga rahmat va marhamat nazari bilan qaramaydi. Hatta ularga qarabmı qo'ymaydi va ularni gunohlardan poklamaydi. Ularga o'zlari hech tasavvur qilib boqmagan qattiq azoblar bor. Muhim nuqtalari. Birinchi, Allah Teala'nın nomidan yolg'onni to'qigan odamning kishilarga yolg'on so'zlashi nihoyat o'ng'aydir. Chunki Allah Teala'dan qo'rqmagan va undan hayo qilmagan odam insonlardan hayo qilmaydi. Ikkinchi, Yahudilarning bir Allah'ның hürmetlik bendilerim, biz Allah'ның hürmetlik bendilerimiz. Yahudi bo'lmaganlar Allah'ның g'azabiga yo'liqqan qullardir. Şu ularning mol mulki Yahudilar haloldir deydigan saksatisi Yahudi dinining batil ekanligiga ayrim bir dalildir. Uchinchi, ahdiga vafo qilmaslik, omonatga xiyonat qilish Yahudilikning xususiyatlaridan bo'lib, Yahudilar bilan tuzilgan har qanday ittifoq yoki kelishim xiyonatga uchramay qolmaydi. Chunki ularning burmalangan diniy ta'limoti boshqalarga xiyonat qilishni ravo ko'radi. Yahudilarning Allah nomidan yolg'on so'zlashi. Bismillahirrahmanirrahim. Ve inne minhum lefariqan yelvuna alsinatahum bil kitabi litahsabuhu minel kitabi ve ma huve minel kitabi ve yekuluna huve min indillahi ve ma huve min indillah ve yekuluna alallahil kezibe ve hum ya'lamun. Tercümesi 78. ayet. Ehli kitaptan bir türkümü kitapta bulungan narsalarni sizlarning kitapta bor ekan deb o'ylashinglar uchun tillarini to'lg'ab turib o'qiydi va uni Alloh tarafidan nazil qilgan deydi. Halbuki u Alloh tarafidan nazil bo'lgan emas. Ular bilib turib Alloh nomidan yolg'onni to'qiydi. Tafsir. Yahudi mollaridan bir türkümü o'zlarining shaxsiy g'arazlari va dunyolik manfaatlarini Tavratni qasddan burmalaydi. Ular avomlarga Tavrat tekstlarini o'qib berishda Tavratda bo'lmagan narsalarni uninga kirgizib, barlarını çıkarıp etip durup, bazıda sözlerinin o'rinlarini almashtirib etib o'qiydi. Ular o'zlari o'ydirganlarni tillarini to'lg'ab turib o'qishaqliq, anglag'uvchilarga bular Tavratning tekstlari o'xshaydi deganini his qildiradi. Kishilar bu o'ydirmalarni Tavratda bor ekan deb ishonsin deb, Tavratda mushundaq kelgan deb tushundiradi. Amaliyotda bo'lsa, ularning o'ydirib chiqargan narsalari Tavratdan emas edi. Ular bilib turib Alloh taolaning nomidan yolg'onni to'qiydi va ular hozirmi shunday qildi. Ularning dili gunoh masiyatlar bilan shunchalik qarib ketganki, ular batilni haq ko'rsatishda, haqiqatni yoshirishda nihoyat haddan oshgan. Muhim nuqtalari. Birinchi, kishilarni din nomidan aldash va o'z manfaatini ko'zlab yolg'on fatvolarni to'qib chiqish eng kechirmas jinoyat bo'lib, bu Yahudi mollarining razil qiliqlaridan biridir. Ikkinchi, musulmonlar, xususan kishilarga diniy ishlarda ulgu bo'ladigan zotlar Yahudilarning qiliqini qilishdan saqlanishi lozim. Üçüncü, yolg'onning eng cho'ngi Alloh nomidan yolg'on aytishdir. Ahli kitobning buzuq aqidasiga raddiya. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana li basharin an yu'tiyahu Allohul kitaba vel hukma vel
النبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. Tercümesi 79. ayet. Allah kitapni, hükümni ve peygamberlikni ata kılganda insanın kişilerge Allah'ını koyup bende bulunlar deyişi mümkün emas. Lekin o insan sizler kitapni öğreniş ve başkalarına öğretişinler arkalık Rabbani alim bulunlar deydi. 80. ayet. Şunadek onun perşlerini, peygamberlerini ilah kılıp ilişkinlerine buyuruşu mümkün emas. Müslüman bolğunlardan keyin peygamberler sizlerni küfre buyurumdu. Nazil buluş sebebi. Allame Fahruddin Razi öz tefsirde yukarı ayetlerinin nazil buluş sebebi toğruluk bir qancha rivayetini keltirgen bulup, şunun biri de mundaq deydi. Bir günü Yahudilardan Rafi el-Qurazi degan biri bilen Necran Hristiyanlarının vekiller ömkünün kattibişi Peygamber aleyhisselamga "Ey Muhammed, sen bizni ma ibadet kılınlar, meni ilah kılıbılınlar demekçi mi?" deydi. Peygamber aleyhisselam ularga cevap verip, Allah saklasın, Allah'tan başkasına ibadet kılıştın ve insanlarını Allah'tan başkasına ibadet kılışkı buyuruştun. Allah'a sığınıp panah tileymen. Allah beni onun için evetkeni yok ve sizler degende kılmışımni bana buyurğanımı yok deydi. Şundan ötken bu ayetler nazil buldu. Tefsiri. Allah Teala insanlar arasını tanlap çıkarıp kitap nazil kılış, hükümdarlık ata kılış, hükümdarlık ata kılış, ve doğru yolun başlamçısı kılış bilen şereflendirgen peygamberlerinin bunda bir bütün ilahi nimetlerine erişip durukluk, insanlarga Allah'ını koyup ma ibadet kılınlar. Yoki Allah'a ibadet kılış bilen birge ma'am çokununlar deyişi qat'iy mümkün bolmaydigan. Ularning şaniga herkes yaraşmaydigan bir iştir. Biz bir peygamberden mundaq gapning sodir bo'lishini tasavvur qilg'ili bo'lmaydi. Chunki bundaq deyish Alloh taologa maxluqotni shirk keltirganlikdir. Halbuki peygamberlarning asosli kurashları ve jihatlari shirk aqidasiga qarshi turish va tavhid aqidasini qanot yaydirishdan iborat bo'lgan. Bu peygamberlar mundaq deydigan zotlardir. Ey insonlar, sizlar haqqa ergashgan dindarlar bo'lish sifatinglar bilan faqat Alloh taoloning o'ziga ibodat qilinglar. Onun özüdürle yerden tutanlar. Sizler Allah Teala'nın kitabını başkaları öğütüdüğün ve özünlerini okup ehkamlarını öğündüğün kişiler buluştuktanlar bilen bu kitabın talimatı boyunca öğrengenlerine amel kıldığın, hikmet bilen iş kıldığı ve kişilerin doğru yolu sağladığın ihlasmen alimler bulunlar. Yahudiler Üzeyir'ni, Hristiyanlar İsa'nı ilah kılıp algandek, Müslümanların Muhammed Aleyhisselam'ını ya ki başka birinin ilah kılıbilişi kat'i mümkün emas. Ey insanlar! Muhammed Aleyhisselam'ın sizlerni Allah Teala'dan başkasını, perşlerini, peygamberlerini ilah kılışıga bu işi akılga sığamdı. Sizlerni hidayetke başlaş için kelgen ve sizlerni insanlıkla has sağlam tabiatinlarının türküsü bilen Allah'a iman edip, onun emir fermanlarını orundaş yolu kirgenlik ki, bu peygamberinin sizlerge küfri, azgınlık ve asiliklerini öğretişi mümkün mü? Bu ayetten şu hüküm çıkarıldı ki, kişilerge dinini öğretken adamның avval özü əməl qilishi zörüdür. Əgər bundaq bolmaganda oqıgan ilmi özüge bala bolup. Bundaq adam kişilerge yoruq berip özünü köydürüp tügütüğün şam oxşap qalıdı. Şüphesiz ki öğütüş türlerinin aşıda özünün əməliyyəti bilen öğütüş ən önümlüktür. Mühim noktaları. Birinci, peygamberlerin kişileri azdırışı ve ularını Allah Teala'dan başkasına çokunuşka davet kılışı asla mümkün emas. Aksice, ular kişilerini Allah Teala'nın özüge ibadet kılışka davet kılgıcı elçilerdir. Ular günah kılıştın, günah buyuruştun elbette paksatlardır. İkinci, peygamberler insanların sarxaları bulup, ularını doğru yolga yetekleydigan, ular ilim hikmet öğütügen zatlardır.
Ahli kitobdan ilingan ahde. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. Tercümesi 81. ayet. Öz vaqtda Allah peygamberlerden men sizlarga qandaqlı bir kitap ve hikmet ata qılsam, keyin sizlarga özüңlardagi şu kitapni tasdiqlovchi peygamber, yani Muhammed aleyhisselam kelsa, onun albatta iman etişinglar ve çokum yardım berişinglar kerak deb chin ahd algan edi. Allah bu ahdni itiraf qilib, qabul qildinglarmi deganda, ular qabul qildik degan edi. Allah undaqda buningga guvoh bo'linglar. Men sizlar bilan birga guvoh bo'lg'uchilardanman dedi. 82. ayet. Kimiki şunundan keyin ahddan yüz öğreydiken, mundaqlar Allah'ın dininden çıkıcılardır. 83. ayet. Asmanlardakiler ve zimindakiler ihtiyari ve ihtiyarsız ravishda Allah'a bo'ysunayotgan tursa, ular Allah'ın dininden başqa dinni tilamdi. Ular Allah'ın dargohiga qaytarildi. Shu chaqda har kimga amaliga yarasha mukofot yoki jazo berildi. Bu ayetlerning oldingi ayetlar bilan bo'lgan munosabati. Bu sürünün başından tartib bu yerga qadar bo'lgan ayetler Peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ның haq peygamber ekanligini, onun dininin haq din ekanligini bayon qilishni o'z ichiga olgan bo'lib, yuqorqi 3 oyatda ilgari o'tgan peygamberler ve ularning ummatlarining hammasidan peygamberlarining tili orqali Muhammed Aleyhisselam'a iman etish to'g'riliq ahd ilinganligi bayon qilingan ve ahli kitobning bu ahdini buzganligi qattiq ayblangan. Tefsiri. Ey peygamber, şu vaqtni esledin ki Rabbim barliq peygamberlerden ve ularning ümmetlerden shunday bir mahkam ahd algan ki, ey insanlar, sizlarga men kitobni ve hikmetni ata qilsam, keyin sizlarga bir peygamber kelsa, uningga albatta iman etishinglar ve cho'qim yordam berishinglar kerak. O peygamber, peygamberlik zanjirining eng oxirgi halqasini tashkil qiladigan Abdullah o'g'li Muhammaddir. O sizlarning qo'linglardagi samoviy kitobning haqligini tasdiqlovchi ve isbotlovchidir. Bu peygamberge iman etip, onunla yardım qilishinglar kerak ekanligi haqida so'zlaganlarimni qabul qildinglarmi? Bu ulug'vor ahdini e'tirof qildinglarmi? So'zimni anglaganliklaringlarga guvoh bo'ldinglarmi? O'z vaqtida ular o'zlarining bu ahdini e'tirof qilganligini va uni butun shartlar bilan qabul qilganligini bildirgan edi. Ondan Alloh taolo ularga dediki, o'zinglarning va tavallaringlarning bu ahdini qabul qilganligiga guvoh bo'linglar. Men sizlar bilan birlikda uningga guvoh bo'lg'uvchilarning biriman. Hiç narsa mening ilmim sirtida qolmaydi. Men hammani bilib turman. Kimiki ilingan bu ahdini buzib, oxir zamonda keladigan payg'ambar Muhammed alayhissalomga iymon etmaydi ekan va unga yordam qilmaydi ekan, undaqlar Robbining itoatidan chiqqan va unga bergan ahdisini buzgan bo'ladi. Alloh taolo tarafidan kelgan samoviy dinning azaldan bir ekanligi ochiq turgan yerda hozirgi zamondagi ahli kitobga nima deyish kerak? İnsanlar bu bayonlardan keyin yana Alloh taoloning dini bo'lgan islom dinini qo'yib boshqa dinni izlamdi. Halbuki bir tarafdan zamanımızda kunga taraqqiy qilayotgan ilm-fan soyasida Qur'on Karimning mo'jizalari o'tirg'a chiqyapsa, yana bir tarafdan tabiiy fanda yetishgan olimlar islom dinining haqligini tushunib yetib, Alloh taologa iymon etmoqda. Yana kelib osmonlardagi va zimindagi barcha mahluqot Alloh taologa ixtiyoriy va ixtiyorsiz ravishda butunlay bo'ysunayotgan tursa, Yahudilar bilan xristianlar aqli bor insonlar turuqliq Alloh taoloning dinidan yuz o'risi bo'lamdi. Koinotdagi jonsiz mavjudotmi albatta Alloh taologa bo'ysundu ve Allah taoloning boshqarishi ostida harakat qildi emasmi? Muhim nuqtalari. Yahudilar bilan xristianlarning islom dinini qabul qilishdan bosh tortganligi amaliyotda ularning o'z dinlariga xiyonat qilganligidir. Chunki ularning samoviy kitoblari ularni Muhammad alayhissalomni e'tirof qilishga da'vat qildi. Ikkinchi, payg'ambarlarning hammasi bir-birini qo'llaydigan
bir-biriga yordam qiladigan zotlardir. Yahudilarning İsa alayhissalom bilan Muhammed alayhissalomni e'tirof qilmasligi, xristianlarning Muhammed alayhissalomni e'tirof qilmasligi, ularning o'z dinining ta'limotiga xiloflik qilganligi va baxtsizlikni tanlaganligidir. 3. İnsanlarning Alloh taologa asilik qilishi koinotning qonuniyatiga zid keladigan ishdir. Chunki koinotdagi bütün şeyler ixtiyoriy va ixtiyorsiz ravishda Alloh taologa bo'ysunguchidir. Müminlerning bütün peygamberlerge bo'lgan iymoni. Bismillahirrahmanirrahim. Qul amanna billahi ve ma unzila alayna ve ma unzila ala İbrahim ve İsmail ve İshaq ve Yaqub vel esbati ve ma utiye Musa ve İsa وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. Tercümesi 84. ayet. Ey peygamber, ularga aytganki, biz Allohga iymon etdik. Bizga nazil qilingan vahiyga İbrahimga, İsmailga, İshaqqa, Yaqubga va uning avlodlariga nazil qilingan vahiyga, Musaga, Isaga va barliq peygamberlarga Rabbi tarafidan berilgan vahiyga iymon etdik. İman etishda o peygamberlarning hech birini ayirib etmaymiz. Biz Allohga bo'ysunuvchilarmiz. 85. ayet. Kimiki İslam'dan başka din izleyirken, o din onun nergiz kabul kılınmaydı. O Adem ahirette ziyan tartışlardan buludu. Tefsiri. İyi peygamber, sen ve ümmetin ehli kitapka şundak danlar ki, biz Allah Teala'ga, onun bir işkelliğine, onun başka hakiki ilah yok işkelliğine çin dilimizin iman ettik. Bizge nazil kılıngan vahiyge ilgirki peygamberlerden İbrahim, İsmail, İshaq, Yaqub aleyhisselamlarga ve Yaqub aleyhisselamның avlodlariga nazil kılıngan vahiyge, Musa aleyhisselamga verilgen Tevratga, İsa aleyhisselamga verilgen İncilga, Davud, Süleyman ve ulardan başka bütün peygamberlerge Allah Teala tarafından nazil kılıngan vahiyge iman ettik. Biz Allah Teala'nın peygamberlerinin hiçbirini ayırıp etmezsin. Yani bazısı iman edip bazısını inkar kılmazsın. Hemisiga o'xshashla iman etamiz. Hemisini e'tirof qilamiz. Ayetda Alloh taologa iymon keltirish, payg'ambarlarga iymon keltirishdan ilgari qilingan va Muhammad alayhissalomga nazil qilingan vahiy, Qur'on Karimga iymon keltirish, boshqa payg'ambarlarga nazil qilingan vahiyga iymon keltirishning oldiga qo'yilgan. Chunki payg'ambarlarni avatgan zot Alloh taolodir. İman eng avval Alloh taologa iymon etishdan boshlandi. Qur'on Karim menfaat manbasi ve ilgirki samaviy kitaplarning aslisinin haq ekanligini tasdiqlovchi, shundaqla u kitaplardagi o'ydirmalarni pash qiluvchi ilahiy kitapdir. Shunga Qur'on Karimga iymon keltirish boshqa samaviy kitaplarga iymon keltirishning oldida turadi. Biz bu oyatlarda ikki ishga buyurilgan bo'lib, uning birinchisi Alloh taologa iymon keltirish, ikkinchisi payg'ambarlarning hammasiga iymon keltirishdir. Yahudilar bilan xristianlar Allah Teala'nın peygamberlerinin arasına ayırıp etip, onların ba'zisiga iman etip, ba'zisini inkar qilgan bo'lsa, Müslümanlar Allah Teala tarafından kişilerini doğru yo'lga yetaklash uchun avatilgan peygamberlerinin hammasiga birdek iman etadi. Jimi peygamberlerge iman etish Müslümanның imanının bir parçasıdır. Allah Teala'nın peygamberlerinin birersini inkar qilgan odamning imoni qabul emas. O Müslüman bo'lolmaydi. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. Yani şüphesiz ki Allah'ni ve onun peygamberlerini inkar kılganlar, Allah bilen onun peygamberlerinin arasını ayırt etmekçi, Allah'a iman edip peygamberlerini inkar kılmakçı bulganlar. Peygamberlerinin bazı işinimiz, bazı işlemeyimiz kişiler ve iman bilen küfrünün arasında oturuyor tutmakçı bulganlar. Yani şunlar rastlı kafirlardır. Kafirlarga
harlıqçı azap tayyorladik. İslam dini cimi peygamberlerinin ortak dini bulup, o Allah Teala'nın nazarında kabul kılıngan, insan tabiatiga uygun keladigan ulug' dindir. Çünkü Yahudilik bilan Hristiyanlık kişiler tarafından koyulgan atalgılar bulup, bütün peygamberlere kelgan din İslam dinidir. Ahval bundaq ekan, İslam dininden başqa dinga e'tiqod qiluvchilarning dini Allah Teala'nın dargohida qabul qilinmaydi. İslam dininden başqa dinga e'tiqod qiluvchilar oxiratda ziyon tortquchilardan bo'ladi. Muhim noktaları. Peygamberlerin bazı imanı keltirip, bazı inkar kılgan adamın imanı kabul kılınmaydı. İkinci, İslam Allah Teala'ga tamamen boysunuş ve Allah Teala'nın hayışıga özünü tapşırış demektir. Üçüncü, Allah Teala kabul kıldıgan din birle İslam dinidir. İmandan keyin küfre qaytqanlarning cezası. Bismillahirrahmanirrahim. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. Tercümesi 86. ayet. İman etqandan keyin payg'ambarning haqiqatligiga guvohlik bergandan keyin va o'zlariga haqiqatning ochiq dalillari kelgandan keyin kafir bo'lgan qavmni Alloh qanday hidoyat qilsin? Alloh bunday zalim qavmni hidoyat qilmaydi. 87. ayet. Ana shularning jazosi Allohning, farishtalarning va insonlarning hammasining la'natiga uchrashdir. 88. ayet. Ular do'zaxda mangu qoladi. Azob ulardan yengiltilmaydi va kechiktirilmaydi. 89. ayet. Faqat kufridan keyin tavba qilganlar va amallarini tuzatganlar bundan mustasno. Chunki Alloh nihoyat mag'firat qiluvchidir va to'liq mehribondir. 90. ayet. Shubhisizki iman etqandan keyin kafir bo'lgan, anan kafirlikda tixmi chang turganlarning, ya'ni sakratga tushganda qilgan tavbasi hargiz qabul qilinmaydi. Ana shular azg'ullardir. 91. ayet. Shubhisizki kafir bo'lgan va kafir qilib o'lganlarning hech biridan yer yuzi to'lg'idek oltin fidya bersimi qabul qilinmaydi. Ana shularga qattiq azob bor. Ularga hech bir madadkor chiqmaydi. Nazil bo'lish sababi. Yuqorqi oyatlarning nazil bo'lish sababi haqida ko'p rivoyatlar kelgan bo'lib, ba'zi rivoyatlar bu oyatlarning ahli kitob to'g'riliq nazil bo'lganligini ta'kidlaydi. Bu oyatlardan ilgirki va keyingi oyatlarning ahli kitob haqida to'xtalganligi buni kuchlantirdi. Ammo Ibn Abbas radhiyallohu anhudan kelgan bir rivoyatga asoslanganda bu oyatlar asarlardan murtad bo'lib ketgan bir odam to'g'riliq nazil bo'lgan bo'lib, u odam islomni qabul qilgandan keyin mushriklikka yenib ketgan. Ondan qavmining cho'nglarini payg'ambar alayhissalomga avatib, murtad bo'lgan odam uchun tavba bormi deb so'ratgan. Shu munosabat bilan iymon etgandan keyin payg'ambarning haqiqatligiga guvohlik bergandan keyin va o'zlariga haqiqatning ochiq dalillari kelgandan keyin kafir bo'lgan qavmni Alloh qanday hidoyat qilsin degan oyat nazil bo'lgan. Ammo bu oyatlar oldi bilan Yahudilar va xristianlarni o'z ichiga oladi. Chunki ular Muhammad alayhissalomning haq payg'ambar ekanligiga dalolat qilgan bishoratlarni o'z kitoblarida ko'rgandan keyin uning rost ekanligiga guvoh bo'lgan edi. Shuni ular Tevrat va Injillardagi Muhammad alayhissalomga munosabatli bishoratlarni dalil qilib turib, mushriklarga qarshi Alloh taoladan yordam tilaydi. Biroq Hazrati Muhammad alayhissalom ular kutgandek
İsrail evladından emas, balki Arablarning orasidan kelgandan keyin ular Arablarning bu sharafga ega bo'lishiga chidab tura olmadi. Uningga hasad qildi. Shuning bilan ular oxir zamon payg'ambari Muhammad alayhissalomga burun keltirgan iymonidan yana bilib, uni inkor qilib kofir bo'ldi. Tafsiri Yahudilar bilan xristianlarga o'xshash Muhammad alayhissalomning haq payg'ambar ekanligini o'z kitoblari orqali aniq bilib, uningga iymon etgan, uningga guvohlik bergan va o'zlariga uning rostchiligiga doir ochiq oyatlar va dalillar kelgandan keyin bilib turib uni inkor qilgan qavmni Alloh taolo qandoq hidoyat qilsin? Aniqki kufrlik bilan o'ziga o'zi zulm qilgan bundoq zolim qavmni Alloh taolo hargiz hidoyat qilmaydi. Chunki ular haqiqatni bilib turib inkor qilgan kofirlardir. Ular Alloh taoloning rahmatidan qo'llangan odamlardir. Ana shularning jazosi Alloh taoloning farishtlarning va insonlarning la'natiga uchrashdir. Chunki ularga la'natlar yig'ib turdi. Oxiratda ular do'zaxga kirdi. Azob ulardan yengillitilmaydi. Ular do'zaxda mangu qoladi. Bu jazo islomdan yenib olgan murtadlarning hammasini o'z ichiga oladi. Mana bular murtadlarning jazosidir. Ammo gunohlarga tavba qilib, iymonga qaytgan va burungi qilmishlarini tuzib, yaxshi amallarni qiluvchilarning o'tgan gunohlarini Alloh taolo mag'firat qilg'uchidir. Chunki Alloh taolo tavba qiluvchilarning gunohlarini mag'firat qilishni to'liq yoqtiradigan, to'liq shafqatli zotdir. Bu oyatlarda tilga olingan kofirlar tuvandagidek 3 turga bo'lindi. Ularning birinchisi iymon etgandan keyin kofir bo'lgan, ondan samimiy tavba qilib iymon qaytganlar bo'lib, Alloh taolo ularning gunohlarini mag'firat qilg'uchidir. Chunki Alloh taolo bandalarga to'liq shafqatli va mehribon zotdir. Ikkinchisi iymon etgandan keyin kofir bo'lgan, ondan tavba qilib qayta iymon etgan, ondan yana iymondan yana bilib kofir bo'lgan, ondan sakratga tushgan vaqtida tavba qilganlar bo'lib, Alloh taolo bundoqlarning tavbasini qabul qilmaydi. Chunki iymon etishning va tavba qilishning vaqti o'lim kelishdan ilgari bo'ladi. Ammo o'ziga o'limning kelganligini bilgandan keyin iymon etganlarning iymoni xuddi fir'avnning iymoniga o'xshash qabul qilinmaydi. Uchinchisi iymondan yuz o'rib kufrlik holatida o'lgan kofirlar bo'lib, qiyomat kunida ularni Alloh taoloning azobidan qo'g'dab qolgan hech qanday madadkor topilmaydi. Hatto ular gunohlarining fidyasi uchun yer yuzi to'lg'idek darajada ko'p oltin keltirgan taqdirdami, ular u hargiz qabul qilmaydi. Oxiratda ularga qattiq azoblar. Ularni azobdan qutuldirib qolgan bir madadkor yoki shafoatchi chiqmaydi. Muhim nuqtalari. Birinchi, Alloh taolo kufrning patqoqlik patqonlarni kechirmaydi. Ular oxiratning qattiq azoblarga duchor bo'ladi. Ikkinchi, kofirlik holatida o'lganlarni Alloh taoloning azobidan qo'g'dab qolgan hech qanday madadkor chiqmaydi. Uchinchi, qiyomat kunida fidya qabul qilinmaydi. Har kimga mushu dunyoda iymon etgan iymoni va qilgan yaxshi amallardan boshqasi asqatmaydi. To'rtinchi, kufridan yenib iymon etib, gunohlarga tavba qiluvchilarning tavbasini Alloh taolo qabul qiladi. Gunohini kechiradi va ularni o'zining rahmatiga erishtiradi. Alloh yo'lida pul mol sarf qilish. Bismillahirrohmanirrohim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma yuhibbun va ma tunfiqu min shay'in fa innalloha bihi alim. Tarjimasi 92-oyat. Sizlar yaxshi ko'rgan narsanglardan Alloh yo'lida sarf qilmoqcha hargiz yaxshilikqa erisha olmaysizlar. Nimani sarf qilsanglar, Alloh uni bilib turuvchidir. Tafsiri Alloh taolo bu oyatda Alloh yo'lida pul mol sarf qiladigan mo'minlarga ularni jannatga kirgizadigan, do'zaxdan yiroq qiladigan amaldan xabar beradi. U bo'lsa-mu Alloh yo'lida sarf qiladigan narsani o'zi yaxshi ko'radigan halol pok narsalarni sarf qilishdir. Ya'ni dunyo va oxiratda Alloh taoloning yaxshiligiga, mukofotiga va ihsoniga erishish Alloh yo'lida o'zi yaxshi ko'radigan qimmatli narsalarni sarf qilish bilan bo'ladi. Ammo o'ziga yoqtirmaydigan yoki o'ziga ravo ko'rmagan va yoki qutulolmay qolgan narsalarni sarf qilish bilan Alloh taoloning mukofotiga, jannatiga erishishga bo'lmaydi. Alloh yo'lida pul mol sarf qilishda niyat xolis bo'lib, bermoqchi bo'lgan narsa haloldan bo'lsa, mayli u oz bo'lsin yoki ko'p bo'lsin, Alloh taolo uni albatta bilib turadi. Uni qabul qildi va shunga yarasha ajr mukofot beradi. Nachar narsalarni o'zi uchun ravo ko'rmaydigan narsalarni kishilarga sarf qilganlarni Alloh taolo bilib turdi. Birov o'zi uchun ravo ko'rmagan nachar narsani boshqalarga ravo ko'rsa, Alloh taolo uning bu qilganini yaxshi amal qatoridan sanmaydi. Bu oyat nozil bo'lgandan keyin payg'ambar alayhissalomning sahobalari o'zlari eng yaxshi ko'rgan narsalarni sarf qilishga boshlaydi. Bir kun ansarlardan, ya'ni madinalik sahobalardan Abu Talha radhiyallohu anhu payg'ambar alayhissalomning huzuriga kelib, "Ya Rasululloh,
Allah Kur'an'da "Len tenalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun" dedi. Şuna ben özüm en yaxşı görülen beğimni Allah yolda sariq qılay dep geldim deydi. Peygamber aleyhisselam bunu kuşalınıp "Bax, zalike malun rabih, zalike malun rabih ve kad semi'tu ma qulta ve inni ara en tec'alaha fil aqrabin." Yani nimerge yaxşı bu naq paydıdır, bu naq paydıdır. Ben senin deganingni anladım. Menimcha sen onu yaqin tuqqanlaringga sadiqa qilgan deydi. Abu Talha şunun bilan bu bağını Hassan ibn Sabit, Ubay ibn Kayb qatorliq kishilarga sadiqa qiladi. Muhim nuqtalari. İnsan o'zi yaxshi ko'rgan narsasini Allah yo'lida sarf qilmoqchi jannatga erisholmaydi. Ikkinchi, Allah yo'lida sarf qilingan narsa mayli oz bo'lsin yoki ko'p bo'lsin hargiz zoya ketmaydi. Chunki Allah Taala hammaga o'ziga yarasha mukofot beradi. Uchinchi, malning narkarlardan tanlab sadaqa yoki zakot berish to'g'ri emas. Yahudilarning ba'zi yemekliklarni haromlab olganligi. Bismillahirrohmanirrohim. Kullu ta'ami kana hillal كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. Tercümesi 93. ayet. Tevrat nazil qilishdan ilgari İsrail, yani Yaqub aleyhisselam o'ziga harom qilib olgan yemekliklardan boshqa yemekliklarning hammasi İsrail avlodiga halol edi. Ey payg'ambar, ularga aytganki, agar sizlar Yaqub o'ziga harom qilib olgan yemekliklarni Allah harom qilgan deydigan bu so'zinglarda rostchil bo'lsanglar, Tevratni ilib kelib o'qib beqinglar. 94. ayet. Shundan keyin kimki Allah nomidan yolg'onni to'qiydi ekan, ana shular zolimlardir. 95. ayet. Aytganki, Allah rast etdi. İbrahimning to'g'rini aytishinglar. U mushriklardan emas edi. Bu oyatlarning oldingi oyatlar bilan bo'lgan munosabati. Bu surning 5-3 barining oxirigacha bo'lgan oyatlarda Alloh taolaning birligini va Muhammad alayhissalomning haq payg'ambar ekanligini jikarlash, shundaqla kitobning sifatlariga raddiya berish qatorliqlarni o'z ichiga oladi. Bu yerda ahli kitobning ikki shubhasiga raddiya berilgan bo'lib, birinchisi ularning "Ey Muhammad, sen o'zing qandoqmi İbrahimning dinida deysan? Halbuki sen to'ygushi va uning sutiga o'xshash İbrahimning dinida harom qilingan narsalarni yeysan" degan so'zi bo'lib, Alloh taolo ularga raddiya berib, "Kullu ta'ami kana hillal li bani Isroil illa ma harrama Isroilu ala nafsihi min qabli an tunazzala at-Tawrah" degan oyatni nazil qiladi. İkincisi, ularning Mekkaga munosabatlik safsatisidir. Tafsiri. İlgari İsrail avlodi yeydigan halol yemekliklar ichida harom qilingan hech qanday narsa yo'q edi. Faqat to'ygining go'shti va uning sutiga o'xshash ba'zi yemekliklarni Yaqub alayhissalom o'ziga harom qilib olgan edi. Aslida to'ygi go'shti bilan uning suti Yaqub alayhissalom uchun taomlarning eng suyimlisi edi. Ammo Yaqub alayhissalom qattiq kasal bo'lganda, agar kasaldan saqaysam, o'zim eng yaxshi ko'rgan yemekliklarimni Alloh uchun tark etaman deb o'ziga va'da bergan, nazr qilgan edi. U kasaldan saqaygandan keyin o'zining nazrisiga amal qilib, to'ygi go'sht va uning sutiga o'xshash o'zi yaxshi ko'rgan yemekliklarni o'ziga harom qilib olgan edi. Ammo İsrail avlodi uchun bu yemekliklar harom qilinmagan edi. Hatto bu yemekliklar İbrahim alayhissalomning dinidami harom emas edi. Keyin Musa alayhissalomga berilgan Tevratda ilgari ularga halol qilingan ba'zi yemekliklar harom qilingan edi. Bu oyatda Yahudilarga mundaq raddiya berilgan. Ey Yahudilar, sizlar qaysi dalillarga asoslanib turib İbrahim alayhissalom to'yga go'sht yemaydi, to'yga sut ichmaydi deysizlar. Halbuki Tevrat İbrahim alayhissalomdan bir qancha asr keyin nazil bo'lgan tursa, Alloh sizlarga Tevratda harom qilgan yemekliklar bilan İbrahim alayhissalomning nima munosabati bo'lsin? Sizlar Tevratni obdan o'qib chiqinglar. Agar sizlar Tevratni o'qib chiqsanglar, shu chog'da ilgari Yahudilar harom qilgan narsalarning
Faqat ularning yo'lsizligi va gunoh masiyatlar tufaylidan harom qilinganligini bilib qolasizlar. Bu İbrahim va Yaqub alayhissalomning zamonidan bir qancha asr keyingi ishdir. Haqiqat shuki, Tavrat kirishdan ilgari Isroil avlodiga halol yemekliklarning hech biri cheklanmagan edi. Keyincha ularning osiylik va yo'lsizligi sababli Alloh taolo ularga Tavratda ba'zi yemekliklarni harom qilib o'tgan. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. Yani Yahudilarning qilgan yo'lsizligi, nurg'un kishilarning Allohning yo'lidan to'sqanligi, cheklangan jazonini alganligi va kishilarning pul mollarini hanoq yeb olganligi uchun ularga ilgari halol qilingan pokiz narsalarni harom qildik. Ularning ishidan kafir bo'lganlarga qattiq azob hozirladik. Va alallazina hadu harramna kulli zi zufur va minal baqari wal harramna alayhim shuhumahuma illa ma hamalat zuhuruhuma awil hawaya aw mahtalata bi'azm. ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لسارقون. Yani Yahudilarga tırnaqlıq canavarlarının hamısını haram qıldık. Ularga kala və qoylarının dümbəsidiki, yoki üçeylərdiki, yoki sonki çapılışıqlıq yağlardan başqa yağlarını haram qıldık. Bu ularning asiylik tufaylidan ularga bergan jazoyimizdir. Biz albatta rostchilmiz. Allah Teala Tevratni nazil qilishdan ilgari meyli İsrail avlodi bo'lsin, meyli boshqa payg'ambarlarning qavmlari bo'lsin, ularning hech biriga halol narsalarni harom qilgan emas. Yaqub, İbrahim va boshqa payg'ambarlarga halol narsalardan hech narsani harom qilgan emas. Faqat Yahudilarning yo'lsizligi tufaylidan Alloh taolo ularga Tevratda ba'zi halol yemekliklarni harom qilib o'tgan. Muhammed alayhissalom Alloh taoloning amri bilan Yahudilardan Tevratni keltirib, uni o'qib berishni talab qilganda, Yahudilar bu talabni o'rindashdan bosh tortgan. Chunki Tevrat Yahudilarning biljilashlarini emas, balki Muhammed alayhissalomning shariatini kuchlantirdi. Yahudilar buni aniq biladi. Shu sababdan ular Tevratni keltirolmagan. Ondan Alloh taolo Yahudilarni ogohlantirib, Alloh taoloning kitobida bo'lmagan narsalarni yolg'ondan, uningda bor davr sharqliq Alloh taologa tuhmat qilganlarning o'ziga zulm qilgan zolimlar ekanligini jakarlaydi. Va Muhammed alayhissalomni Yahudilarga raddiya berib, Alloh taolo bergan xabarlarning hammasida haqiqatan rostchildir. Chunki u faqat haqiqatni aytadi. Agar sizlar haqiqatni izlasanglar, İbrahimning diniga ergashinglar. Mana menmi İbrahimning diniga ergashuvchiman. İbrahim mushriklardan emas edi, balki haqdan dedi. Deyishga buyurdi. Mühim noktaları. Birinci, burun peygamberlerinin şeriatlarında belirlenген ahkamlarının ba'zisi Kur'an-ı Kerim ayetleri arkalık amelden kaldırılgan. İkinci, Yahudilarning İbrahim Aleyhisselam'ın dinida tövbe göçü qatarlıq yemeklikler haram idi degan sözü yalgandır. Çünkü Tevrat kelishdan ilgari halol yemekliklerden hech narsa haram qilingan emas. Tevrat İbrahim Aleyhisselam'dan bir qancha asr keyin nozil bo'lgan. Yahudilarning Muhammed alayhissalomning munozarasi oldida yengiligi islom dinining haqligini isbotlaydigan dalillardan biridir. Masjidi Haramning ulug'ligi va haj farzi. Bismillahirrohmanirrohim. İnne evvele beytin vudi'a lin-nasi lallazi bi Bekkete mübareken ve huden lil-alemin. Fi ayatun beyinatun مقام إبراهيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. Tercümesi 96. ayet. Şeksizki cihan ehliga berkat ve hidayet bulgan, insanlar ibadet için sığıngan tuncu öy, Mekke'deki öy Kabe'dir. 97. ayet. Onun da oç alametler var. Makamı İbrahim'i şularının biridir. Mescid-i Haram'a kirgen adam emin buludu. Kadir bulalgan kişilerin teybiga kelib haj qilishi Allohning insonlar ustidagi haqqidir. Kimki buni inkor qiladigan bilib qo'ysinki, Alloh olamlardan behojatdir. Nazil bo'lish sababi. Mufassirlar Mujohidning bundoq deganligini bayon qilgan.
Bir kuni musulmonlar bilan yahudilar qibla to'g'riliq munozirashib qolgan bo'lib, yahudilar Baytul Muqaddas Ka'badan afzaldir, chunki u payg'ambarlar o'tgan joydir degan. Musulmonlar undaq emas, balki Ka'ba afzaldir degan. Shu chog'da Alloh taolo payg'ambar alayhissalomga inna avvala bayti wudi'a lin-nasi lallazi bi Bakkata mubaraka va hudan lil alamin degan oyatni nozil qilgan. Tafsiri Masjid-i Haramning o'rtasida joylashgan ulug' Ka'ba butkul dunyodagi musulmonlarning ibodat va duolari yuzlanadigan qiblasi, ularning qalbi hamisha talpinib turgan joydir. Ka'ba yer yuzida tunji qatim bino qilingan ibodat uyidir. Ka'ba burungi payg'ambarlarning qiblasi bo'lgan Baytul Muqaddasdan burun bino qilingan ibodat uyidir. Falastinning Qudus shahridagi Masjid-i Aqsa, ya'ni Yerusalimdagi Baytul Muqaddas, Makkadagi Ka'baning bino qilinishidan 40 yil keyin bino qilingan. Peygamber Aleyhisselam'ın sahabelerinin Ebu Reziyallahu anhu mundak diye. Kultu ya Resulallah eyyü mescidi vudi'a fil ardi evvele kâle el mescidul haram kâle kultu thumme eyyü kâle el mescidul aksa kultu kem kâne beynehuma kâle 40 sene thumme eyneme edreketke salatu ba'du Fesalli fe innel fesle fih. Yani ben Peygamber Aleyhisselam'dan yeryüzde tunç silman mescid qaysi deb so'rab edim. Peygamber Aleyhisselam yeryüzde tunç silman Mescid-i Haram'dır dedi. Ondan men yana ondan keyin qaysi deb so'rganimda Peygamber Aleyhisselam Mescid-i Aqsa'dır dedi. Ondan yana men o ikisinin orasida qancha yil o'tgan deb so'rab edim. Peygamber Aleyhisselam 40 yil o'tgan. Sen bu iki mescidning qaysida bo'lganingda namazning vaqti kelsa shuni o'qig'in, chunki eng chong savob shunidir deb javob berdi. Keyin xuddi Ka'bani Ibrohim alayhissalom bino qilib chiqqandek, Sulaymon alayhissalom Masjid-i Aqsoni qayta bino qilib chiqqan. Ahvol bundoq ekan, Muhammad alayhissalomning Allohning amri bilan Ka'ba yuzlanganligi, uning Ibrohim alayhissalomga va uning diniga ergashganligi va uning qiblasiga yuzlanganligidir. Ka'ba eng dastlab bino qilingan tunji ibodat uyi bo'lganlikdan bu hurmat va sharafdimi oldingi o'rinda turdi. Ka'baning bundan boshqa o'zgachiligi va ortiqchiligi ko'pdir. Ka'bani tunji qatim kimning bino qilganligi to'g'riliq ulamolar ixtiloflashgan bo'lib, Ka'bani Alloh taolo o'zi Odam alayhissalomga bino qilib bergan deganlarmi, farishtalar bino qilgan deganlarmi, Odam alayhissalom bino qilgan deganlarmi, Odam alayhissalomning o'g'li Shis alayhissalom bino qilgan deganlarmi va Ibrohim alayhissalom bino qilgan deganlarmi bor. Yuqorqi qarashlarning ichidagi ikki qarashni to'g'ri deyishga arziydi. Onun biri Ka'bani tunji qatim bino qilgan kishi Ibrohim alayhissalomdir degan qarash bo'lib, Allama Ibn Kasir kuchlantirgan. Ular biz tafsirini qilayotgan bu ikki oyat bilan birlikda to'rtlik oyatlarni dalil keltirgan. Va iz bawwa'na li Ibrohima makanal bayti alla tushrika bi shay'an wa tahhir bayti lit-ta'ifina vel qa'imina vel ruk'a'is sujud. Yani biz vaqtda İbrahim'e Beytullah'ın o'rnini tayinlab berib, onunla aytdik ki, bana hech narsani shirk keltirmagin. Tavob qilguvchilar, qiyamda turguvchilar, ruku qilguvchilar va sajda qilguvchilar uchun mening uyimni pok tutgan. Va iz yarfa'u İbrahimul qawa'ida minal bayti va Ismoil robbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Yani o'z vaqtda İbrahim bilan İsmoil Ka'baning o'lini silib etib, ey Rabbimiz, bu amalimizni bizdan qabul qilgin. Sen haqiqatan bandalaringning so'zlarini anglab turg'uchisan. Ularning ahvolini bilib turg'uchisan. Allama Ibn Kasir inna avvala bayti wudi'a lin-nasi lallazi bi Bakka degan oyatga İbrahim alayhissalom insonlarni Allohga ibodat qilish uchun bino qilgan tunji ibodat uyi Makkadagi Ka'badir deb ma'no aytgan. Yana biri Ka'bani Odam alayhissalom bino qilgan deydigan qarash bo'lib, İmam Beyhaqi Ömer İbni Hattab radiyallahu anhu'dan İbni Esakir İbni Abbas radiyallahu anhu'dan Adem aleyhisselam'ın Ka'bani bina qilganlik qissasini rivoyat qilgan. İmam Malikning Al-Muwadda'a nomli mashhur asrini sharhlagan Allama Zarqani bu qarashni kuchlantirgan. Bu rivoyatlar bir-birini kuchlantirdi. Alloh taolaning beyti uyi bo'lgan, Alloh taolaning beyti, ya'ni uyi bo'lgan haram barakatli joydir. O hech narsa unmaydigan, qaqarsliq cho'l bo'lsinmi, dunyoning hamma yeridan har xil shirin mevalar va turli lazzatli rizqlar kelib turadi.
Beytullah yaxşılıqda bərəkətlik joy bo'lgandek, savob va ajrmi bərəkətlik joydir. Chunki u vahiyning beshigi, musulmonlarning qiblasidir. Dunyoning har qaysi joylaridagi musulmonlar namozlarda va duolarda bu joyga yuzlanadi. Haj va umra ibodatlarni bu joyda qiladi. Rabbana inni askantu min zurriyyati biwadin ghayri zi zar'in 'inda baytikal muharrami Rabbana liyuqimus salata faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilayhim warzuqhum minas semerati la'allahum yashkurun. Yani iyi Rabbimiz, evladının bir kısmını senin hürmetlik öyün Kabe'nin kışıdaki ekinsiz bir vada orlaştırdım. İyi Rabbimiz, bu işini ular namazını mükemmel okusun dep kaldım. İyi Rabbimiz, insanlardan bir kısmının dillerini ularga mayil kılgan, ularning şükür kılışı için ularni türlü meyveler bilen rızıklandırgan. Haramda nurgun ulug'var alametler bor bulup, ularning biri Maqam İbrahim, yani İbrahim aleyhisselam oğlu İsmail aleyhisselam bilen Kabe'ni bina kılganda dastlab turgan joydir. Haramga kirgan odam har tarafdan xotirjamlik erishdi. Jiniga, mol mulkiga ziyon zahmat etishdan amonlikda bo'ladi. Hatto haramga kirgan odamda birovning qisosi bo'lsa-mu, bu qisos haram ishida talab qilinmaydi. Jahiliyat davridagi arablarmu haramning ishida qisos olmaydi. İslam dini kelgandan keyin bu ahvol o'zgarmay kelmoqda. Hatto Makka ozod bo'lgan kundami masjidi haram kirib olganlarning amonlikda bo'lganligi e'lon qilinganda amaliyotda ularga hech kim chiqilmagan. Peygamber Aleyhisselam'dan çekarçılığı İslam koşunu Mekke'ye yıkılaşkan vakitte Peygamber Aleyhisselam'dan emri asasen men dehale dara Ebi Sufyane fehuve amin ve men aglaqa aleyhi darahu fehuve amin ve men dehalel mescide fehuve amin. Yani kimki Ebu Sufyan'ın öye kirib olsa o amallıqda buludu. Kimki öz öyle dursa o amallıqda buludu ve kimki mescidi haramga kirib olsa o amallıqda buludu deb çekarlagan idi. Qadir bo'lalgan kishining umri ichida bir qatim Beytullahga berib haj qilishi farzdir. Birovning haj qilishga qodir bo'lib, uningga hajning farz bo'lishi uchun uning haj chiqimlariga u hajga berib kelguchi uyda qolgan balchaqlarning butun chiqimlariga yetgulik iqtisodga ega bo'lishi, dinning saq bo'lishi, haj yo'lining amal va ochiq bo'lishi shartdir. Musulmonlarning haj va har qanday bir farzni ado qilishi ularning diyonatiga va vijdoniga topshirilgan ishdir. Haj yo'li amin bo'lgan va berib kelishga yetarli iqtisodga ega bo'lgan tini saq odamlar uchun haj qilish farzdir deganlikmi yana shu diyonatga bog'liqdir. Chunki pul mili ko'p, sharoitim to'liq bo'lgan bilan diyonati ojiz, ixlos kamchil kishilar haj farzini ado qilishga intilmaydi. Hatto ba'zi uni ko'ngligimi keltirib qo'ymaydi. Allohga shukrki, haj safari hozirgi zamonda zamonaviy qatnash qurollarining sayesinde jafo mushaqqatsiz bo'lyapti. Ammo o'tmishlarda bu safar nihoyatda jafoliq edi. Haj yo'limi xotirjam yo'l emas edi. Haj safariga chiqqanlarning nurg'unlari yo'l ustida qaroqchilarning hujumi o'xshab bo'lsa, yana nurg'unlari og'riqsizlik, ochliq va sovuq sababli o'lib ketadi. Bo'libmi bizning vatanimizdek haram yiroq joylardan haj safariga atlanganlar at uloqlar bilan bir qancha yo'l minish jarayonida ko'p jafolarni tortadigan. Ba'zi yo'lda vafot bo'lib ketadigan. Demak, haj safari iymon va ixlosmand kishilar chiqargan safar bo'lib, o'tmishlarda ham shunday edi. Hajning farz ekanligini inkor qilgan odam kofir bo'ldi. Haj qilish sharoiti bor turuqliq, haj qilmagan odam gunohkor bo'ladi. Alloh taolo bandalarining amal ibodatlariga qat'iy muhtoj emas. Aksicha, insonlar hamisha Alloh taologa muhtojdir. Muhim nuqtalari: Ka'ba Alloh taologa ibodat qilish uchun yer yuzida tunji qitim bino qilingan ibodat uyidir. Ikkinchi, Allah'ın beyti bo'lgan Ka'baga kelib haj qilish har qanday aql, baliq va qudrat yetgan musulmon odam uchun farzdir. Shart sharoiti to'liq bo'lgan kishining hajni kechiktirmay darhol qilishi ayrim bir farzdir. Chunki sharoit va imkoniyat hamisha bir xil turmaydi. Alloh taoloning amr farmonlarini inkor qilgan odam kofir bo'ladi. Ammo uni bajo keltirishni boshlagan odam qattiq gunohkor bo'ladi. Shart sharoiti bor turib, haj farzini ado qilmaganlar albatta gunohkor bo'ladi. Bismillahirrahmanirrahim. Ahli kitobning tarsoligi va haqiqatni yushirishi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ahlal kitabi lima takfuruna bi ayatillahi vallahu shahidun ala ma ta'malun.
قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. Tercümesi 98. ayet. Ey peygamber, aytqin ki, ey ahli kitap, Allah qılmışınlarını görüp durgan tursa, sizler bunu bilip durup, nima üçün Allah'ın ayetlerini inkar qılısızlar? 99. ayet. Aytqin ki, ey ahli kitap, sizler Allah'ın yolunun haqiqatligini bilip durup, nima üçün onu egri ko'rsatib, iman etganlarni onundan to'sisizlar? Allah qılmışınlardan g'afil emasdir. Tefsiri. Allah Teala aldığın ayetlerde Muhammed Aleyhisselam'ın hak peygamber ekanligi yeterlik delil isbotlarını keltirgan ve ehli kitapning safsatlarga raddiya bergandan keyin bu ayetlerde ularga qaragan. Ey peygamber, ularga aytganki, sizlar nima uchun mening haq peygamber ekanligimni, men sizlarga o'qib berayotgan oyatlarning Alloh taoloning so'zi ekanligini bilib turib inkor qilasizlar? Sizlar qaysi pakitinglarga asoslanib haqiqat inkor qilasizlar? Bu vaqtda pakitinglar bo'lsa keltiringlar. Agar bo'lmasa shuni bilib qo'yinglarki, Alloh taolo sizlarning barliq qilmishlaringizni ko'rib turdi va shuning asosan sizlarga javob beradi. Ey ahli kitob, sizlar Alloh taoloning dinining haqiqatligini bilib turib, nima uchun ishlarga Alloh taoloning dinini egri ko'rsatishga urinasizlar? Nima uchun ularni unidan to'sisizlar? Halbuki sizlar Alloh taoloning dinining qing'ir bo'lishini tilasanglarmi, uning dini haqdir, to'g'ridir, qat'iy o'zgarmaydi. Ey ahli kitob, sizlar qavminglar ichida olim sanaladigan kishilar bo'lganlar uchun ular sizlarga ergashadi. Diniy masalalarni sizlardan so'raydi. Ammo sizlar Muhammad alayhissalomning oxir zamon payg'ambar ekanligini nihoyat aniq bilib turibliq, uni e'tirof qilishdan bosh tortyapsizlar. Hasadxo'rlarga Alloh taoloning la'nati bo'lsinki, sizlar ey Yahudi va Xristian mo'minlari, payg'ambarlik navbatining Isroil avlodidan arablarga yetkazib ketganligiga hasad qilib, haqiqatni bilib turib, uni kishilardan yoshiryapsizlar. Muhammed Aleyhisselam'ı inkar kılatsızlar. Ama şunu bilip koyunlar ki, Allah Teala sizlerinin bu rezil kılmışınlardan herkes gafil emas. O sizlerinin bu kılmışınlarga ibretlik ceza vermeye kalmaydı. Mühim noktaları. Haqiqatni bilip durup yoshirish yoki uni inkor qilishning gunohi intayin ig'irdir. Ikkinchi, kishilarni haqdan ergishishni to'sqanlar ularning va o'zlarining gunohlarini ustiga oladi. Ba'zi musulmonlarning islom aqidasiga va axloqiga zid keladigan qilmishlarni sodir qilishi, sudida aldamchilik qilishi, va'dasiga vafo qilmasligi, omonatga xiyonat qilishi amaliyotda kishilarni haqdan ergishishni to'sqanligidir. Bunday qilmishlar dindor yoki taqvodor ko'ringan kishilardan sodir bo'lsa, xatari texmi cho'ng bo'ladi. Chunki bunday qilmishlar musulmon emas kishilarning ba'zi musulmonlarning nacharligini ko'rib, islomga qiziqmasligiga sabab bo'ladi. Uchinchi, Alloh taolo bandalarning barliq oshkora va yoshirin qilmishlarini bilguchidir va shunga yarasha jazo berguchidir. Kofirlar itoat qilmaslik va islomiy qarindoshlikda chang turish. Bismillahirrohmanirrohim. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين فكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Tercümesi 100. ayet. Ey iman etqanlar, agar ahli kitobdan bo'lgan qaysi bir firqaga itoat qilsanglar, sizlar iman etgandan keyin ular sizlarni undan qaytirib kofir qilib o'tadi. 101. ayet. Sizlarga Allohning oyatlari o'qib berilayotgan va Allohning payg'ambari oranglarda turayotgan tursa, sizlar qanday kofir bo'lib ketasizlar? Kimki Allohning dinida chang turadigan, u to'g'ri yo'lga yetaklangan bo'ldi. 102. ayet. Ey iman etqanlar, Allohdan haqiqiy ravishda qo'rqinglar. Faqat musulmonlik holatinglar bilan o'linglar. 103. ayet.
Hammanglar Allohning arg'amchisiga, diniga mahkam eslanglar, bilinmanglar. Allohning sizlarga bergan ne'matini eslanglar. O'z vaqtida sizlar o'zaro dushman edinglar. Alloh dilinglarni birlashtirdi. Uning ne'mati bilan sizlar o'zaro qarindosh bo'ldinglar. Sizlar do'zax chuqurining girvigida, kufr ichida edinglar. Allah sizlarni islom bilan uni qildi. Sizlarning hidoyatga bishinglar uchun Alloh oyatlarni sizlarga mana shunday bayon qildi. Nazil bo'lish sababi İbn Hisham, Tabari, Bag'avi, Shavkani, Ibn Munzir qatorliq ulamolar bayon qiladi-ki, Shash ibn Qays ismli bir Yahudi Madinaga musulmonlarni o'tib ketib, Avis bilan Hazrajdan iborat ikki urushqa qabilning islom nuri ostida birlashib, qarindoshlardan bo'lib ketganligiga hasad qilib, ularning jahiliyat davridagi qonliq adovatini, dushmanligini, ichinishlik kunlarini xotirlatadi va ularning oddiy sabablar tufayli urushga kuch kiritadi. Natijada bu ikki qabilaning ba'zilar bir-biriga qilich tanlashga boshlaydi. Bu ahvol payg'ambar alayhissalomga yetgandan keyin payg'ambar alayhissalom ularning yoniga kelib, butun ansarlar bilan muhojirlarni to'plab turib mundaq deydi: Ya ma'sharal muslimin, Allah abi da'val jahiliyya va ana bayna azhurikum ba'da izhadakum Allahu ilal islami ve ekramakum bihi ve qada'a bihi ankum emral cahiliyeti ve istenqazakum bihi minel kufri ve allafe bihi beynekum terci'une ila ma kuntum aleyhi kuffar. Yani ey Müslümanlar, Allah'tan korkunlar, men hayat tursam sizler cahiliyetga qaytmoqchi bo'layotgansizlar. Allah sizlarni hidoyat qilib, islom bilan sharaflantirgan va aranglardagi dushmanlikni yo'q qilib, dilinglarni iymonda birlashtirgandan keyin burungi kofirlarga qiynab ketishni orzu qilyapsizlar. Shu vaqtda ular o'zlarining shaytonning orqasiga kirib ketganligini biladi va qo'llarini tishlashadi. Ondan o'zaro quchoqlashib ko'rishadi. Hatto bu qilmishiga afsuslanib yig'ilishib ketadi. Allah Taala Shash ismli Yahudi to'g'riliq bunu oyatni nozil qildi. Ey payg'ambar, aytqanki, ey ahli kitob, Alloh qilmishinglarni ko'rib turgan tursa, sizlar buni bilib turib, nima uchun Allohning oyatlarini inkor qilsizlar? Aytqanki, ey ahli kitob, sizlar Allohning yo'lining haq ekanligini bilib turib, nima uchun uni egri ko'rsatib iymon etganlarni undan to'sizlar? Alloh qilmishinglarni g'ofil emasdir. Avis va Hazrat qabilasidagilar to'g'riliq iymon etganlar. Agar ahli kitobdan bo'lgan qaysi bir firqaga itoat qilsanglar, sizlar iymon etgandan keyin ular sizlarni undan qaytirib kafir qilib etadi degan oyatdan sizlar o'zlariga haqiqatni ochiq dalillar kelgandan keyin bo'linib ketishgan va ixtilof qilishgan kishilardek bo'lmanglar. Ana shularga cho'ng azob bor degan oyat kishi bo'lgan 6 oyat nozil bo'lgan. Tafsiri: Ey iymon etganlar, sizlar ahli kitobdan bo'lgan firqalarning so'ziga kirmanglar. Ular aldanmanglar. Ularga hargiz itoat qilmanglar. Chunki ular sizlarning o'zaro qon to'kishish, adovatlashish orqali aranglardagi diniy qarindoshlik rishtasini buzib, iymonni keyin kufrga qaytib ketishinglarni orzu qiladi. Chunki ularning ko'pchiligi sizlarga kelgan omadlarga hasad qilganlikdan sizlarni kufrlikqa qaytarishga urindi. Rasululloh yaninglarda bor tursa, u sizlarni hidoyatga chaqirib tursa, Alloh taolaning oyatlarini sizlarga o'qib berib turibsa, sizlar qandoqmi kofirlikqa qaytib ketarsizlar? Qandoqmi dushmanlarga aldanib ketarsizlar? Muhammad alayhissalom barliq payg'ambarlarning sarxili, yaxshilik va mehr muhabbatning elchisi. Sizlarni hidoyatga boshlaydigan birdan-bir ulug'vor yetakchi tursa, uni qo'yib azg'in qavmlarning nayronlariga ishonish va aldanib ketish sizlarga yarashamdir. Shaksiz haqiqat shuki, kimki Alloh taologa mahkam eslab, uning dinida mustahkam turadigan va Qur'on Karim bilan sunnatni chang tutadigan, u odam ro'shan va to'g'ri yo'lga muvaffaq bo'lgan bo'ladi. U hargiz izib ketmaydi. Ey iymon etganlar, Alloh taolodan haqiqiy ravishda qo'rqinglar. Uning chin ma'noda taqvolik qilinglar. Uning azobidan hazar aylanglar. Alloh taolo sizlardan talab qilgan taqvolikni haqiqiy ma'noda bo'yicha o'rindanglar. Sizlar Rabbinglarning fattaqulloha mastata'tum, ya'ni kuchinglarning yetishicha Allohga taqvodorlik qilinglar degan chaqiriqqa ovoz qo'shib taqvodorlikni voyaga yetkazinglar. Ey iymon etganlar, sizlar hargiz musulmon bo'lmay o'lib ketmanglar. O'lim sizlarni islomdan boshqa ahvol ostida topmasin. Alloh taolaning kitobi va haqiqatning mashili bo'lgan Qur'on Karimni ching tutinglar va uningga ching eslanglar. Hargiz ayrilmanglar. Firqalarga bo'linmanglar, chunki dunyoda tafriqchilik va inoqsizlikdan ig'ir falokat yo'qdir.
Va'tasimu bihablillahi jami'an ve la teferraku. Yani hammalar Allah'ın argamçısıga, diniga mahkem eslanglar, bilmanglar degan bu ayette Allah Teala'nın diniga ve onun destur bulgan Kur'an-ı Kerim'i çiң esleş arqılıq dünya ve ahiretinin falaketlerinin saqlanish goya xatar astida qalganda üzülmez mahkem argamçılık eslenish arqılıq halaketden qutulup qalishga o'xshatilgan. Cahiliyetki Araplar ömrü özara kan töküşüş, bir bilen düşmanlaşış bilen ötküzetdi. Ularning raqiblariga qarshi o'chmanligi va adovati intayin kuchli edi. Xususan Madinadagi Avis va Xazraj qabilalari hamisha bir-biri bilan urushib, qon to'kishardi. Islom dini kelgandan keyin Muhammad alayhissalomning da'vati bilan arab qabilalari orqa-orqadan islom diniga kirishga boshladi. Ularning dillaridagi bir-biriga qarshi o'chmanlik, adovat va dushmanlik qator illatlarning o'rnini muhabbat, samimiy qarindoshlik va inoqlik oldi. Axir ular Alloh taoloning inoyati bilan bir-biri uchun o'z manfaatini kechirgan âli-cenab qarindoshlardan bo'lib ketdi. Ular Qur'on Karimning innamal mu'minuna ihva, ya'ni mu'minlar haqiqatan qarindoshlardir degan prinsipiga va payg'ambarimiz Hazrati Muhammad alayhissalomning taral mu'minina fi tarahumihim va tawaddihim va ta'atufihim kamasalil jasad iza ishtaka udwan تداعى له سائر جسده بالسهر والحمى. Yani müminler birbiriga meşaqqatli bo'lishda, do'stlikda va istash qilishda bir tanga o'xshaydi ki, uning biror a'zosi og'risa, qolgan a'zolari uyqusizlik va qiziqma bilan bearam bo'ladi degan so'zga chin iymon etgan haqiqiy mu'minlardan bo'lib qoldi. Ular islom dini kelishdan burun halokat dedi. Islom dini ularni bu halokatlardan qutqizdi. Xususan arablar o'zlarining kufri va shirk aqidalari tufaylidan en xatarlik halokat edi. İslam dini ularni kufri azg'unlikning halokatlarini qutuldirib, dunyo va oxiratning amonligiga elib chiqdi. Alloh taoloning islom dinini ato qilish bilan butun insoniyatga ato qilgan ne'matlari va inomlari intayin ko'pdir. Alloh taolo bunga ishorat qilib, "Va in ta'uddu ni'matallohi la tuhsuha", ya'ni sizlar Allohning ne'matini sanab tugatolmaysizlar deydi. Muhim nuqtalari. Qur'on Karim bilan hadis birdan-bir hidoyat manbasi bo'lib, bu ikkisiga amal qilgan odam qat'iy ezib ketmaydi. İkinci, inoqsizlik va tafriqachilik baxtsizlikning boshlanishidir. Uchinchi, kufri va zalolat dunyo va oxiratda cho'ng halokatdir. To'rtinchi, islom diniga izchil ergashib, Alloh taoloning qonunini to'liq ijro qilgan odam barliq baxtsizliklardan va ziyon-zahmatlardan aman qoladi. İlahiy ta'limot. Bismillahirrohmanirrohim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. Tercümesi 104. ayet. Sizlarni aranglarda kishilarni xayrli ishlarga da'vat qiladigan, yaxshilarga buyurib, yomon ishlarni to'sadigan bir jamoa bo'lsin. Ana shular maqsadga erishuvchilardir. 105. ayet. Sizlar o'zlariga haqiqatning ochiq dalillari kelgandan keyin bo'linib ketishgan va ixtilof qilishgan kishilardek bo'lmanglar. Ana shularga cho'ng azob bor. 106. ayet. Ba'zi yuzlar aqirib ketadigan, ba'zi yuzlar qaradab ketadigan qiyomat kunida yüzü qarab ketganlarga iymon etganlardan keyin kofir bo'ldinglarmi? Kofir bo'lganliklaringiz uchun azobni tetinglar deyiladi. 107. ayet. Yüzü aqirib ketganlarga kelsak, ular Allohning rahmati bo'lgan jannatda bo'ladi. Ular u yerda mangu turadi. 108. ayet. Mana bu Allohning oyatlaridirki, ey payg'ambar, biz uni sana haqiqiy bilan o'qib beryapmiz. Alloh olamlarga zulm qilishni xohlamaydi. 109. ayet.
Osmonlardagi va zamondagi narsalar Allohnindir. İşler Allohga qaytariladi. Bu oyatlarning oldingi oyatlar bilan bo'lgan munosabati. Alloh taolo oldingi oyatlarda mo'minlarni Qur'oni Karimga ching esilish, uni ching tutish va islomni to'liq amal qilishga hamda birlikni saqlab, bo'linmaslikka chaqirgan bo'lsa, sizlarning oranglarda kishilarni xayrli ishlarga da'vat qiladigan, yaxshi ishlarga buyurib, yomon ishlardan to'sadigan bir jamoa bo'lsin degan bu oyatda musulmonlarning orasidan dunyoning har qaysi joylaridagi insonlarga islom dinini yetkazib, ularni musulmon bo'lishga chaqiradigan, shundaqla musulmonlar jamiyatida kishilarga vaz nasihat qilib, ularni yaxshi ishlarga buyurib, yomon ishlardan to'sadigan o'ngilik bir jamoatning bo'lishi